Hoş, Necmin efendim. Aldı bilen sizde yakılan hüccetten başlayınız. Merhamet. Nurgul qarindoshlar, bizning kelgusi siyosiy istiqbolimiz haqidagi masalalarimiz tilga olingan vaqtda Tibetlarning masalasi bilan bizning masalamizni selishtirib sal qaraydi va yoki ulga ololmay qoladi buningdan. Bularning ko'rsatgan bahonalari jiq. Ular bilan bizning ahvolimiz o'xshamaydi. Ularning Dalay Lamasi va ular musulmon emas degandek nurg'un gaplar ko'rsatdi. Balkim bularning bir sabab bo'lishi mumkin. Texmi muhimi atrofimizdagi qo'shni davlatlarning, kichik davlatlarning bizning masalamizga tutgan pozitsiyasi va bizning masalamizning kelib chiqish vaqtdagi saviyasi qatorliq masalalardan va Zillaniya davoyimiz vakil bo'lib yapayotgan qarindoshlarimizning ishini yurgizishdagi ba'zi usullardagi farq tufayli chiqqan bo'lishi mumkin. Ammo navbatdagi vaziyatda biz yanada hatto bizning Tibetlarga Amerikadan o'rgangan nurg'un taraflarimiz bor. Yani dünyadaki işlerinin her qandaq bir noktası bizga qaragan sal yaxshilanayotgan bir millat olsa, mayli Türklerden bolsun, hatta Pakistanlıklardan bolsun, bizga qaraganda her qandaq bir millatning bir ilg'or tarafi olsa, şu ilg'or tarafini biz o'rganmagimiz kerak. Bu vaqtda oldin qatam Amerikaliklarning bir yozmasini ko'rib qoldim. Bular Butanni dunyo bo'yicha baxt ko'rsatish eng yuqori davlat deb baholab, Butanning sayohatchiligini rivojlantirib o'tibdi. Butan dunyo bo'yicha namrat davlat ham haqiqatan Somalida namrat. Lekin Butandagi xalq gerçi namrat olsun, o'zi kayfiyat yaxshimi, o'zini men dunyoda eng baxtli inson deb qaraydigan bir xil xo'shallik ko'rsatkichi bor ekanda. Demak, Amerikaliklar Butanliklarning taq mustaqil davlatim yo'q bir odamlarning turmushiga havas qilib, shularning qandoqligi psixik jihatda bundaq bir bayashatlik tuyg'usini yetilganligiga qiziqayotgan va shuni o'rganayotgan ekan, biz ham atrofimizdagi barliq millatlarning bizdan yaxshi ketayotgan taraflarini kuzatishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Bu hargiz boshqa millat bizdan ustun turdi va yoki biz chuqur bulardek bulanmaymiz, ulardan tuvantirimiz deganlik emas. Atrofimizdagi har bir mayli qo'shnimiz va yoki dunyodagi cho'ng millatlar, kichik millatlar, hatto Afrika qabilalarining ichida biz o'rganishga tegishli masalalar bo'lishi mumkin. Shunga biz temaga kirsak, bu temaning beshida an'anaviy kiyingan ikki Tibet yoshninki birisi Tibetcha, birisi inglizcha o'jak ko'tarib turganligini ko'ryapmiz. Har ikkalasining ma'nosi yana shu bizning ovoz berishimiz, bizning kelgusimizdir degan tema ekan. Bu yerdagi hozirlik masala qiz Tibet qiz ko'tarib olgan bizning ovozimiz, bizning kelgusimiz degan shu bir jumla so'ziga bog'liq bo'ladi. Meni bu saylamga diqqat qildigan va biz bir yilni oldida qilgan bir qatimliq suhbatdami biz ta'kidlagan narsa Tibetlardagi kishilarning saylamga bo'lgan qizg'inligi masalasi bo'lgan. Bu qatimmi 80 mingdan ortiq odam tizim tutdi umumiy saylamga. Şuna bu qatimliq saylamning ommaviy qatnashishning qimmati, saylamning qimmati haqida Tibetlarning aytgan nurg'un tashviqotlarni ko'rdim. Mana shu rasmmi, shu tashviqotlarning ichidagi bir tashviqot. Men nima uchun ovoz beraman degan temada andin bularning Tibetcha nurg'un materiallari bor ekan, ammo ingliz chiqqan materiallardan foydalandik faqat. O saylamning millatga bo'lgan ta'siri nuqtasidan bular bu saylamga qatnashish va saylamga ovoz berish millatning kelgusiga qatnashishdir. Bu saylamga qatnashmaslik Tibetlikni voz kechishdir degandek tarzda o'zining shuarlarini o'tirib qo'yibdi. Ham shaxs va oila nuqtasidan yana bular bu qatimliq saylamga ovoz qo'shish amaliyotda Tibetning siyosiy kelgusiga ta'sir ko'rsatish bilan birga har bir Tibetning o'zining iqtisodiy masalasiga, dunyodagi siyosiy o'rniga, avlodlarning o'sib ketilishiga va kelgusidagi ma'rif muhiti, iqtisodiy muhiti qatorliq masalalarga hatto bolalarning kelgusidagi vatan bilan bo'lgan bir bog'lanishlik munosabati va Tibet jamiyati bilan bo'lgan bog'lanishligiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir nuqta deb tushuntiribdi. Yani bu tarafdan bularning siyosiy qatnashishning shaxsiy ta'siri degan nuqtada har bir shaxs bu qatimliq siyosiy qatnashish orqali endi bu yerda bularni keltirgan bir misoli borki, bir tarafda 100 tal qo'taz bor, bir tarafda 50 tal qo'taz bor deydi-da. Biz 100 tal qo'tazni olmoqchi, ammo bizga tanlash fursati berilgan faqat 1 tal qo'taz bilan 2 tal qo'taz. Biz davomli boshqalarga 50 qo'taz va 100 qo'tazni olatdim, bu 1-2 tal qo'tazni olmayman deb hech qaysi tarafga ovoz bermaydigan ahvollarni ko'ramiz. Amaliyotda o'tirib qo'ygan nomzodlarning hammasi biz rozi bo'lgan nomzodlar bo'lishini atayin. Ammo bu bizning nomzodlarimizning ichidagi mushishga jur'at qilib o'tirib chiqqan nomzodlarning eng yaxshisi. Shu nomzodlarimizni qo'llash qat'iy sal qarmayli. Hech bo'lmaganda biz bir bilan 100 ni tanlash imkoniyatimiz bo'lmasa, bir bilan 2 ning ichidan birini tanlash imkoniyatimiz bo'ladi. Shunga oldimizda tanlaydigan 100 qo'tazdan bo'lmasligi bizni oldimizda tanlag'il bo'ladigan bir va yoki 2 qo'tazning bo'lishidan voz kechirib qo'ymasin degan tarzda tushuntiribdi. Endi bu
Tibetlarninki ma Tibet Voice deydigan bir ovoz beradigan tor bekiti var ekan. Buningda munosabatli ba'zi materiallar var ekan. Bu inglizcha va tibetcha bo'lganlikdan bu yerda bir-birlab so'zlab o'ltirmadik. Yana bir tarafdan bu Tibetlarning bir ayrim bir jamiyati var. Sağlam menfaatimiz deb qargan o'zini. Endi bularninki deyishida bu Tibetlarning bu ovoz berish masalasi amaliyotda Tibetlarning mustaqillik ko'rishining bir qismi deb tushuntiribdi-da. Yani bu Tibet Xalq Kongresi deydigan bir partiya var. Bular o'zini siyosiy partiya deb tushuntiribdi. Tushuntirishiga qarasam bularning a'zo soni taxminan 700 atrofida ekan. Adam soni yetishmagachga parlamentni o'rnab qolamabdi. Ammo shu parlamentdan o'rni ololmagan bir partiya chiqida, shu National Congress Tibetlarninki, buni sal turib yana tafsilotini to'xtalamiz. Bular chiqida kishilarni ovoz berishga rag'batlantiryapti-da. Bugungi Tibetlarning bu saylam meselesi dal bizning mustaqillik kurashimizning bir qismi. Bugungi dunyodagi mustaqillik kurashlari eng avval bizning saylam maydonidagi siyosiy maydonimiz orqali ifodalandi deb. Şoňa men bundan Tibetlarning bu o'zining saylamga qatnashish masalasini mustaqillik kurash bilan barobar ko'rganligini his qilib yetdim. Shuning bilan buni biz xalqimiz bilan bir o'rtoqlashish kerak ekan. Bu saylam masalasini va yoki Uyg'urlarningki har qaysi tashkilotlarning saylam o'tkazgan masalasiga bo'lgan aktivligimizni yana bir balda yuqori ko'tarishni ta'kidlash zarur ekan deb qarab bu programmada alohida ta'kidlab qo'ygim keldi. Keyingi betga o'tsak 5-6 turlik o'zining nima uchun saylamga jalb qilganligini yozgan tashviqot bor ekan. Bu tashviqotning ichida bular alohida qilib saylam huquqi uchun jangga atlanganlar kim deb insonlarning tarixini yoki hozir qadar bo'lgan barliq qurbonliklarni, barliq urushlarni amaliyotda insonlar siyosiy huquq uchun kurash qildi. Siyosiy huquq demaklik dal bugungi kundagi saylam bileti shu. Ya'ni demokratik shakldagi hokimiyat almashtirgan bu saylam shakli bugungi dunyoning urush maydoni shu. Shu saylam maydoniga sal qarash urush maydoniga sal qarashni iborat degandek bir xil tushunchalarni beribdi. Ondan bu yerda gap uzrab ketdi-ki, Fransiyaning podshohlik tuzumini ag'darish jarayonidagi urushlardagi ovoz beruvchilarning roli va boshqa misollarni aytdi. Bu yerda ondan men Uyg'urcha burungi zamonda vatandagi to'rlarda o'tirib chiqqan ba'zi bir narsalarni ilgilishini muvofiq ko'rdim. O'zingiz iyi bo'ling debdi bular. İnsanlar Cumhuriyet tuzumini, ya'ni shu saylam belitini qo'lga keltirish uchun hayotini dovutib kurash qilgan. Saylam madaniyati butkul insonlarning ichidagi barliq ishki ziddiyatni oqilashtirgan. Shunlashqa saylamga qatnashish va ovoz berish amaliyat o'zimizga ega bo'lishdan iborat. Ya'ni ovoz berishga qatnashish amaliyat o'zimizga o'zimiz ega chiqish, o'zimizning kelgusiga ega chiqish, o'zimizning rahbarini o'zimiz saylashdan iborat bir eng aqalli huquqimizga ega chiqish, vatanni va avlodimizni hech kimga tashlab qo'ymasligimizning bir ifodasi deb ta'kidlabdi. Ya'ni Tibetni deydi bular. Agar biz Tibetni va avlodimizni o'zimiz yaxshi ko'rmaydigan odamlarga tashlab qo'ymaslikni o'ylasak, o chaqda chuqur o'zimiz yaxshi ko'radigan odamdan biriga ovoz berishimiz kerakdir. Yana bir tarafdan bular huquqimizni voz kechmang deganni alohida ta'kidlabdi. Insonlar o'zining ovozini hokimiyat ta'sir qila oladigan qilish uchun nihoyat qonliq badal to'ladi. Shunga bu huquqni hargiz isrof qilib etmang. Bu huquq unda oson qo'lga kelgan huquq emas debdi. Yani bir sondan sizning ovozingiz bir büyük o'zgarish hosil qila oladigan qaror. Shunga fursatni isrof qilib etmang. Bundoq büyük fursat doim kelishini atayin bu 4 yilda bir bo'lgan fursat. Bu fursat orqali o'zingizning siyosiy kelgusiga, Tibet millatining siyosiy taqdiriga ko'ngil bildirganligingizni isbotlang degandek tashviqot bor ekan. Ondan sizning bir ovozingiz hammani belgilash mumkin. Ba'zi bir ovoz tufayli tarix o'zgargan debdi, ammo tafsilotni olmabdi. Men burun Uyg'urcha e'lon qilingan yozmadan ba'zi masalalarni misol qilishni xohladim. Keyingi betga o'tsak. Nurg'un odamlarning ovoz berish qatnashmasligida men bir odam nima qila oladi, men qatnashganda ish o'zgarib qolamdi. O'g'illarning hammasidan chart bo'lsa, qosiqla ovoz bersang o'xshash deygandek har xil banalarni ko'rsatdi. Endi bu yerda biz bir necha xalqlik masalalarni, masalan 1645 bir oldin qatim biz Angliyaning millatlar qandoq ko'taradigan masalani tilga olgan vaqtda Oliver Cromwell'ninki parlamentda ko'p sonli ovoz bilan davlat qo'g'isi bo'lib saylanib Angliyani idora qilganlik masalasini tilga o'tgan. Shu vaqtda demak parlamentda Oliver Cromwell huquq verish faqat bir ovoz farq bilan bo'lib ketganda, agar bir odam sal qarg'an bo'lsa ovoz berish masalasiga, balkim Cromwell Angliya tarixida bo'lmagan bo'ladi. Necha yuz ming odam o'lgan, parlament bilan podshohparastlar yoki jumhuriyatchilar o'rtasidagi bu jadal chiqmagan bo'ladi. Amaliyotda bu Cromwell bilan parlament o'rtasidagi urush Angliyaning eng oxirgi ichki urushi, biz uni dedik. Shu 1600-dan hozir qadar Angliyada ichki urush bo'lmadi. Bularning hammasi shu saylam beltiga hurmat qiladigan madaniyatning ta'siri. Yani 1776 yılı bir ovoz farqi bilan ingliz tili Amerikaning davlat tili bo'lib qolgan hamda german tili butunlay amaldan qoldirilganday.
Şu çağda Germaniyanın nüfusu köp, Germanlı köçmenler köp boğaçqa, Amerikada qaysi davlatning tilini davlatlar qilimiz deb ovoz berish bo'lib ekan, faqat bir ovoz farq bilan German tili amaldan qoldirildi. Amaliyotda shu vaqtda germanlarning nüfusu inglizlardan ko'p. Ammo germanlarning ichidan balkim bir turkum odamlar ovoz berishga qatnashmagan bo'lish kerak-da. Ammo inglizlar nihoyat aktiv holda o'zining davlat tiliga ovoz bergan, shuning bilan bu yerda ingliz tilining davlat tili bo'lib qolish belgilangan ekan. Mana bu bugungi dunyoda bizning nimishqa germancha o'rganmay ingliz tilini o'rganayotganligimizning bir siri. Faqat bir odamning ovozi. Yani 1845 yıl bir ovoz fark bilan Texas Cumhuriyeti davlat urushini qilib Amerikaning Birleşik Ştatlarga aylanganday. Yani shu chaqda mı qarsak, ovoz berishga qatnashgan odamlarning soni shu chaqdagi Texas Cumhuriyeti umum fuqarolarining 16%ni egallagan ekan. Agar hammalar qatnashgan bo'lsa, balkim Texas bugungi kunda bir mustaqil davlat bo'lib qolishi mumkin. Demak, Texasning mustaqilligi shu bir odamning ovozi bilan yo'qitilib Amerikaning Birleşik Ştatlarga aylantirilgan ekan. Yani 1875 yil bir ovoz farqi bilan Fransiyada podshohlik tizimi tiklandi deydi. Agar shu bir odam shu kuni voz kechgan bo'lsa yoki bormagan bo'lsa ovoz bergani uchun balkim Fransiyaning podshohlik tizimi hozirga qadar davomlashgan bo'ladi. Fransiyalik podshohlik tizimining oxirlashishi Fransiyaning bugungi kundagi jumhuriyatning uvusib qilishi va butkul dunyoga jumhuriyat ideyasini taqishda bir avangard bir davlatga aylanishga oid alqiliq rol o'ynagan bilamiz. Ondan 1925 yili Hitler bir ovoz farqi bilan Germaniya Natsiyal partiyasining rahbari bo'lgan. Fakat bir ovoz. Agar shu chaqda Hitler Germaniyaning hokimiyat beshiga chiqmagan bo'lsa, balkim Germaniya bugungi kunda Yevropadagi emas, dunyodagi eng kuchli davlatning birisi bo'lgan bo'lardi. Demak, xato odamning chiqib qolishmi faqat bir ovozning farqi bilan. Balkim shu chaqda nurg'un odamlar qo'llamagan bo'lishi mumkin Hitlerni, ammo ularning pozitsiyasi, ya'ni qatnashmaslik pozitsiyasi ishni buzgan bo'lishi mumkin. Ular balkim bizning Uyg'urlarimizga o'xshash va bunda go'li ovoz berganning farqi yo'q deb tillab qo'yib uyda o'tirganda va yoki botildab qo'yib bu ovozni bersak baribir bo'ladigan ish bo'ladi, Xudoyim xalqqa ish bo'lmay qolmaydi deb Xudoyimga ishtirib qo'yib o'zi qiladigan ishni o'ltirgan bo'lg'aydi. Ammo shu bir ovoz farqi Germaniyaning taqdirini va dunyoning taqdirini hattoki o'zgartirishga xatolashmaymiz. Ya'ni 1944 yil Yaponiya parlamentida bir ovoz farqi bilan havo hujumi Sovet Ittifoqiga emas Amerikaga qilingan. Shu yerda chataq yer Yaponiya parlamentida shu kuni 3 odam parlamentga kelmagan ekanda ovoz berishga qatnashmagan. Balkim 3 odam kelgan bo'lsa, sebebini xeyli izlenip baktım, sebebini tapamadım. Belkim balalarını yastığa apırdıgan iş çıkandı, yoki biraz ağırıp kalındı degandek bir kichik ishlar bo'lishi mumkin. Çünkü bu yerda Yaponiyaning qaysi davlat bilan urush qilishidan muhim bir masala yo'q. Mushunaq bir muhim masala ustida ovoz berishdan voz kechgan insonlarning xatoligi tufaylidan bir davlatning va insoniyatning tarixida cho'ng o'zgarishlar yuz berdi. Şu ameliyatda chet elda yashayotgan har bir Uyg'ur vatanda Xitoylar bizga bermagan bu bir ovoz berishdan iborat bu bir siyosiy huquqni, saylanmalikdan iborat bu huquqni yaxshi foydalanishimiz, yaxshi joriy qildirishimiz kerak edi. Endi Tibetlarda nima uchun 80 ming odam ovoz berish qatnashidi degan masalani izlanib baqdik. Biz bilan selishtirish jarayonida biz ichki davomli deydigan gapimiz bor. Ichki sabablar va tashqi sabablar bor. Tashqi sabablarni biz qilolmaydigan ishlar bor. Ammo ichki sabablarni biz qila olishimiz mumkin. Unda o'z Tibetlarning bu 80 ming odamni saylanib qatnashtirgan bu qizg'inlikning oq ko'rinishi nima? Bu vaqtda bir izlanib baqdik. Men bu vaqtda izlanish orqali bunday bir narsani ko'rdim. Ya'ni Tibetlarda shu 1991 yil ma'qullangan bir asos qonun bor ekan. Buningki PDF nusxasi bor. Kerak lozim do'stlar bo'lsa bizning partiyaning tor betida bor. O'sha yerga chiqarib qo'yamiz. Shu yerdan ilvos bo'ladi. Buni biz ulga olgan ba'zi masalalar bor ekan. Buning uchun men bir tarafdan Tibetlarning shu 60-yillardan tortib Dalay Lamaning yetakchiligida kelgan bir siyosiy izchillik bor. Ya'ni bu Tibetlarda boshqa millatlarga o'xshash bir odamni qancha boshqa chiqarayotgan taqdirdami, o'sha odamning atrofida bir demokratik bir havo bor-ku. Garchi Budda diniga nisbatan, ya'ni lamalarningki, hozir Tibetlarning Budda diniga nisbatan Dalay Lamaning tavranmas bir o'rni bo'lsa-mu, Dalay Lamaning saylanishi bir demokratik shaklda bo'ladi ekan-ku. Nurg'un ushaq bolalarning ichidan qaysi bola shu Dalay Lama bo'lishga muvofiq keladi deganni, o'sha 3-400 rahib birga o'tirib ovoz berish shakli orqali tanlaydi ekanda. Bu Tibetlarda 13-14 asrlardan tortib hozir qadar davomlashayotgan bir kichik demokratiya ekan. Xitoy shundan foydalanib vatan ishidagi yana bir Dalay Lamani saylatib chiqibdi ekanda. Ya buni Tibet shunday qildi-ku Xitoy. Lekin bu yerdagi masala o Tibetlarningki har qaysi diniy mazhablarning doiralari bor. Doiralarining ko'pinchisi chet elda. Bu to'g'riliq yana ayrim programma qilsak bo'ladi. Tibet jamiyati amaliyotda asosan diniy jamiyat asosidagi bir jamiyat va Tibet millati ham diniy
medeniyet asası turulgan bir milli kimlik. Bu yerdeki men şu Tibetlerin burundan tartib yüzden Dalai Lama, Benchen Lamalarını atıdan balığı kaldırgan şekilde emas, saylam şekilde yapmağıdığan bu xil demokratik ananesini bir xil siyasi izchillik şekillendirgen bolsa, kişilerde saylamga sel qaramaydigan, avaz verishga sel qaramaydigan bir ananeni şekillendirgen buluş mümkün deb oyladım. Yeni bir taraftan nəhayət küçlük Tibet asas kanunu. Biz izchil deb kelyapmiz şu bizim asas kanunumuzun taze nima deymiz endi. Ba'zanlarning ziddiga tegib ketadi. Bizning yillarni ya qo'llanib kelayotgan asos qonunimizda muhim tarmoqlarning tafsilotining belgilanmasligi. Hatto hukumatning xarakteri, hukumatning funksiyasi, hukumatda kishilarning huquqi va doiralarininki xizmat doirasi aniq belgilanmagan mujna masala tufaylidan bu bir abstrakt narsaga aylanib qolgan, shuar xarakterli narsaga aylanib qolganda biz davomli deyapmiz, vatanning mustaqilligi bu shuar xarakterli narsaga aylanib qolsa bo'lmaydi. Biz hammamiz deydigan ammo mangu yetmaydigan bir narsaga aylanib qolsa bo'lmaydi uchun. Biz deyish bilan birga uni amalga aylantirish uchun chuqur amaliy har birimiz qo'l bestirib qiladigan amaliy xizmatlar bor, shaxsdan talab qilinadigan xizmatlar. Shu Tibetning asos qonunidagi bu konkretlik va nihoyatda inchik holda har bir odamning huquq majburiyati, bu barliq kirish jarayoni, saylam, maxsus saylamga ayrilgan bir bob. Biz hozir qadar rasimizninki saylamga bir bob ayirib bir asos qonun ko'mdik, bir modda bor ekandik saylamga oid nihoyatda tom taqamdida. Uning ustiga bu yerda saylam ishxonasi haqida maxsus bir bob ko'rdim. O nechibatlik mazmun bor ekan saylam ishxonasi haqida. Saylam ishxonasi bevosita bularning sotninki kontrolida bo'ldi ekan. Buni hozir Tibetlarning siyosiy qurilmasi to'g'ri tushgan vaqtda deymiz. Ondan yana bir masala bu Tibetlarning siyosiy guruhlari va raqobatchilarining ichidagi mayli Sekyon bosh ministerni saylam raqobatiga tushganlar olsun yoki parlament a'zolarininki saylam raqobatiga tushganlar olsun, bularning tashkillanishidagi axloqi, raqobatchilik axloqi meni hayron qoldirdi-da. Bular bizga o'xshash sen degan Xitoyni adimi demaydi ekanda. Bular fakt bilan men bo'lsam mundaq qilaman deb o'zining gapini davoltirib boshqa odam to'g'riliq to'xtalmaydi. Asli ishni to'g'ri qiladigan odam boshqa odam to'g'riliq to'xtalmaydi uchun bu o'zining planini o'tirib qo'ydi. Boshqalarni birinchisi o'zining planini o'tirib qo'ysin deydi. Kishilar o'zining aqli bilan bu planlarni selishtirdi. O'zi hech qanday planni o'tirib qo'ymay, to'xtamay boshqalarning planini hujum qilish bu Xitoyning neniga yog' surkashdan boshqa ish emas bu. Bu Tibetlarning men havas qilgan bu taraf shundoq o't bilan suvdek bir-biri bilan dushmanlashib turib bular bir-biriga til tekkizmay, bir-birini hurmatli deb turib, xuddi erkin dunyodagi prezident nomzodlarga o'xshash o'zining planini o'tirib qo'yadi. Bularning ichida xil obdalli satqinlar bor. Hatto Tibet Xalq partiyasidan qarasak, biz hozirgi avtonomiya yetidi bizga deyilay. Biz mustaqil bo'lamiz, yuksak avtonomiya talab qilamiz deb Tibetlarning kunini yig'lashtirib atdik. Hozir Xitoylarning Tibetga avtonomiyasi yetidi. Pulning ustida Tibet chiqat bor. Ya'ni dunyoning qayerda bir yerida Hindistonda bizga yaxshilik qildirgan bilan pulning ustiga endi chiqat Tibet chiqat tez berdimi? Shunchalar yaxshi avtonomiya bersa, biz yana uning yo'g'ini talab qilamiz deb Jungo hukumati bilan orimizni yarg'alashtirib atdik. Biz texmi bakroq Xitoy hukumati bilan yaxshi paranglashib, orimizni yaxshilasak bo'ldi deb atganlar bor. Ammo bizning ishimizdagi zulm tugislan bo'ldi deydigan fikrlarga o'xshash. Ha, aşılarını hem munofiq xoin deb tilganini ko'rmadim. Faqat planni o'tirib qo'ydirsining bu planni aqmaydi deb atdi-da. Nayt ilmiy aldirar diyor. Bularning salmoqqa qarab, biz o'ginadigan, hatto men o'ginadigan nurg'un narsa bor ekan deb his qildim. Gerçi buni men herkes tashabbus qilmoqchi emas bu xil satqinlikqa, chunki aqmaydigan aniq biz Xitoyning madaniyat an'anasini tushunamiz. Ammo bu yerda yana biz hozir kelimiz Tibetlarning nima uchun bunday bir fikrga yo'l qo'yayotganligini, ya'ni bularning raqobat axloqi, tashkillanish axloqi bu biz o'ginadigan nihoyat muhim bir nuqta ekan deb qaradim. Yeni bir tarafdan bu Tibetlarninki yumshoq sabablarning biri uzilmas moliya manbasi. Dalai Lama efendim chiqqanda bu az pul bilan chiqmabdi ekan. Unisiga chiqqandan keyin ham Amerika hukumati alaydan oldi qadam o'tib buni bir diniy da'i ekan, bir millatning rahbari ekan bu deb, uningga shu 50-yillarda hatto Amerikaning hech qanday davlat siyosati belgilangan mezgildalar yilda 150 ming dollarlik maosh bekitib berilgan Dalai Lamaga. Mana bu uzilmas moliya manbasi Dalai Lama'ning kontrolligini kuchaytirgan, Dalai Lama'ning atrofidagi siyosiy havoni Dalai Lama kontrol qila oladigan bir xil shaklda epinishga bir imkoniyat yaratib bergan ekan. Yeni bir tarafni aytgan chog'da hamda shu Tibet sürgün hükümetinin atrofidagi butkul fuqarolar va Tibet sürgün hükümetinin a'zolarining hammasi, parlament a'zolari o'rtaq bir iqtisodiy manfaatga, ya'ni Tibet shu markaziy moliyasiga, Tibet sentral hukumatining markaziy moliyasiga bog'lanishlik ko'pinchisi bütün fuqarolarning qutquzish ishlari, moliya ishlarining hammasi, chet eldan kelgan 100 necha million dollarlik yordamning hammasi, hatto parlament a'zolari maosh oladi Tibetda. Parlament a'zolarining maoshidan tortib hammasi
şu Tibet sürgün hükümet tarafından, Dalai Lama tarafından bir taş taksim kılındı da. Ma bir ortak bulaktan çıkıp atkan su hemmisini şu eriqning buyuğa tizganda. Bu Böyle meseleni balalarlık taladın tepki kilip onunun aldı koyup ha, hani ana tamak etip beğendik emeden tam taksim kılgandek işkinde var. naq shundaq. Hı hı. Hazır bu arkası prezident namzatlarının oturuşdaki iqtidarlık adamlar to'g'riliqmi yana ayrim program qilishimiz mumkin, ammo ba'zanlarni zeriktirib qo'yishni ansirayman. Şu an keyingi payt tushib ketsak, yana Tibet sürgün hükümetining hozir qurilmasi. Chunki biz hozir Tibetlarninki shu tashkillanish shaklini biz havas qilgan bir muhim nuqtaga qarab raqobat axloq bilan birga 3-nuqtada tashkillanish va raqobat shaklini shundan kiraylik, keyingi payt ko'rsak ko'ramiz. Tibetlarning qurilmasi aslida qoida bo'yicha aytgan chog'da barliq huquq Dalai Lamaga markazlashgan bir ruhoniy bir jamiyat. Ularning hukumatini bir hukumat deb ketib olmaydigan bir ruhoniy hukumat. Ya'ni undaq aytgan chog'da bir masjidningki siyosiy qurilmasiga o'xshab ketadigan bir tal imom bor, hamma gap shuni hisob. Qolgan mazin xotib deganlar bo'lsin bo'ladigan va yoki imom xohlagancha belgilisi bo'ladigan bir ishlar shakldagi butun huquq ash masjidning imomiga bog'langan bir xil shakldagidek barliq aslidagi Tibet hukumatining huquqi shu Dalai Lamaga markazlashgan. Chunki bu diniy doiy bo'lgandan keyin boshqa odamlar g'impan qilolmaydi buni oldida. Ammo hozirgi Tibet hukumatining qurilmasiga qarab baksak, biz zamonaviy davlatlardagi, demokratik davlatlardagi huquq uchga ayirib etilgan. Ya'ni biz izchil ta'kidlayotgan o'ng tarafga qarasak sud, o'tirg'iga qarasak parlament, so'l tarafga qarasak hukumat, bu uch narsadan ayirib etilganligini ko'ramiz. Navbatda bo'layotgan Mao Zedong, ya'ni bosh ministrning parlamenti bu Kashag, ya'ni bu Tibetlarning hukumat degan atalg'usi ekan. Bu o'zining tili bilan Kashag deb atar ekan. Hozirgi o'qish yurgizayotgani Lobsang Sangay. Bu qonun doktori ekan Amerikada. Buningki bir yordamchisi va diniy yordamchisi, buningki diplomatiya ishlariga, ishga aloqa ishlariga mas'ul turayotgan. Bu asosan diniy xodimlarni o'ziga yordamchi qilib turibdi. Unisi bu ko'proq Mao burungi Kashaglar ekan, Mao Tibet hukumati qaytib chiqqan vaqtdagi hukumatlar, ammo ostidagisi Lobsang Sangay hozirgi hukumatning beshligisi. Ondan hozir diniy jamiyatlardan chiqqan rahbarlar va bunga yordamchilik qilayotgan kolon deb atilgan. Ya'ni prezident yordamchisi-da hesapda davlat ishlari kadriga o'xshash odam bu hamda. Endi o'tirg'iga qarasak, hozir biz Tibetning parlamentiga qaraymiz. Tibet parlamentida bizlar rais degan bir gapga amaroq parlament raisi deydigan. Amaliyotda parlamentda rais bo'lmaydi, ko'p hollarda parlamentda speaker bo'ladi, so'zchi yana. Chunki parlamentda bir odamning gapi gap bo'lmaydi. Parlamentda ko'p sonli odamning gapi gap bo'ladigan boshqa u yerda raisning bo'lishning o'rni yo'q. Faqat u yerda bir riyosatchi. Riyosatchi o'xshaydigan bir speaker bo'ladi hamda. Bir bayonotchida. Chunki bu parlamentning bayonotchisi, o'rinbosar bayonotchisi andın şu ast tarafı resmi mübaken, bularning bir binosi var Tibet parlamenti deb men borgan Hindistondagi vaqtimizda. Bularning bir binosi var Tibet sürgün hükümetining parlamenti deb. O 40 necha odam kecha kunduz aşağıda yig'ini chep, uni muzokara o'ltirdi ekanda 40 odam hech qilmay aşağıda muashilib muntazam bir ishni muzokara qilgan ekan, bu yerda xili masalalar tartibga solinib ketadigan gap ekan. O aşağı Tibetning aqlan bir o'xshamda. Ya aqlan bir o başka Tibet institutda bular yana maxsus ziyolilardan ayrim aqlan bir qurdi. Ma parlament bu belat bilan bo'ladi-chu. Şoň bu yerda mollanmı ba, savadsızmı ba? Yani uçur almashtirib turadigan, qanday qilish to'g'risida maslahat bilan qilib turgan kengashganda hesapda bizdiki. Shunda qaraq, hozir yana bu parlamentning qurilmasi haqida yana to'xtalamiz. Endi bu yerda muhim bir masala, bu Tibetlarning qonuniy sistemasi, ya'ni sud mahkamasi. Tibetning qonuniy sud mahkamasida bosh sudchi va bosh sudchi tarafidan tashkillangan saylam komiteti bor. O saylam komiteti vaqtli organ bo'lgandan keyin bu sud mahkamasi saylam komitetini bekitdi. Hem saylam komiteti xizmatda adam, sud mahkamasida xizmatda adam mangu hukumat xizmatidan shug'ullanmaydi, sekyonga kirolmaydi-da. Shu bosh minister mush 3 sistemi ayirib etilgan. Parlamentga kirgan adam sudchi bo'lolmaydi, hukumatga kirgan adam sudchi bo'lolmaydi. Sudchi degan gap peshonangizga tam urilgandan keyin umringizning oxirida sudchi bo'lasiz va yoki suddan chiqib ketib qolsangizmi, siz hech qanday ishga aralashmaysiz siyosatga. Fakat ovoz berish salohiyatыңызdan boshqa saylanish salohiyatыңız bo'lmaydi ekanda. Unda taqsim qilishda odamlarning zapas miqdorining ko'pligidan shunda bo'lgandimi qanday? Bu bizda hozir mushuna amalni tiklab qo'yib, uningga deymiz, do'konni qurib qo'yib, keyindan uningga amalda izlab tanilmagan to'q qolmaydi ekan-ku, amal taqsim qilib. Şunu deyman, ba'zi agar onda mushuna chiqsang, bu yerdan chiqqandan keyin faqat boshqa ish qilmay. Ya lekin bu aqalli bo'lish kerak bu sistema. Az bo'lsa-mu,
Konular bir yapağı kuşkaç küçük olsun, yette azaz tuluk olsun degandek şu. Tamam. Ameliyatda bu Uyg'urlarning siyosiy aktivligining masalasi. Mao hukumatning umumiy qurilmasi hozir qurilgan tushundirish yani. Bu yerda ma sud mahkamasining gapini nima qilgan taqdirda ma parlament ekselninki ma sud mahkamasining tarmog'ida saylam komiteti, xalqqa mulozimat qiladigan komitet, chet ellar bilan bo'lgan munosabatni tanishadigan komitetlarningki bir diagrammasi bor. O'zaro bog'langanchu. Bu yerda bosh ministerning umumiy huquqiga qarasak, bu yerda ma'arifga, alayda iqtisodga, hatto sog'lomlikqa, davlat bexatarligiga, hatto Tibetan Computer Center deb Tibetlarning shu kompyuter haqidagi tadqiqotiga ko'ngil beradigan bir guruh bor ekan. Mana shu International Relation deb bir xalqaro munosabatda bir ishxonasi bor ekan. Bu ishxonasiningki xizmatlarini ko'rib baqdim. Kanada, Amerikadagi har qaysi xizmat o'rinlariga ehtiyojli odamlarning tizimligini Kanada, Amerikadagi Tibet tashkilotlari tizimlab chiqdi ekan. Shundan bular hozir Amerika Kanadaga sestra lozim ekan deb oldi yilda bular izchil sestra tarbiyalabdi. Sestralardan 700 necha odamni Kanada, Amerikaga yo'llabdi. Bu ishni bu qattimqi prezident nomzodi bo'layotgan nomzodlardan birisi qildi. Ya'ni mana Tashi Topkal deb qo'yamiz. Kuchli prezident nima bosh ministr nomzodining biri, Sekon nomzodi. Mushu turni tep chiqib qilayotgan hozir o'zimiz. 2005 yılı çetele çıktı. 2006 yıldan başlap şu davasıdaki insanların şu beşide rol aldığan ya ki alakadar dep qaragan kişilerinin aldığı berip kayaki sapılaşık olsun mu erzisem meyli kanda proje var dep muşun dersini devam tutken ben de şu çağda. Yani biz kelgüsüden nimege ihtiyaçlık olsa şununla yarısak materyal olarak yerimiz olsa muşunun yönlendirsanlar dep izlengen ben. Ama hakikaten bu başka kıpboğa işken. Bu yerda shu qarab bakinglar, bu bizninkidagi dehqonchilik ministrligi, o ministrlik bu nurg'un neft ministrligidan tortib quryapti ba'zi hukumat deb atalgan organlarimiz. Bu yerda amaliyotda biz neftimiz bormi, boshqa neftimiz yo'q. Undaq bir quruq nomning hech nimaga lozim yo'q hozircha. Hozir biz ko'ngil bo'lgan masala nima desa, bular o'zining hukumatga kirayotgan iqtisodiy masalalarni, andin xalqni siyosiy jihatdan tarbiyalashni, andin xalqning diniy va madaniyat masalalarida davomli chet eldan ilingan, masalan, bu din davlatlaridan olgan yordamlar nihoyat ko'p bularniki. Bu to'g'riliqmi yana keyin programma qilamiz imkoniyat bo'lsa, o'zimiz yetishib bo'lmay qolganmiz bu ba'zi masalalarni. Men bu ishlarning turlayotgan ba'zi turlardan bir o'ginay deb bularning ba'zi dokladlarni tayyorlab tirishib beqiyapmiz, ammo turli sabablar bilan bir muvaffaqiyat bo'lmay qoldi. Bu qolsa buni o'rtoqlashimiz inshaalloh. Bu yerdagi xalqaro bilan bo'lgan munosabatga ko'ngil bo'lishning darajasi va kompyuter jihatda Tibet yoshlarini tarbiyalashga ko'ngil bo'lish masalasi. Tibetlarning internet betlari qarasangiz bilasizlar, nihoyat mukammal. Tibet fondining tor betlari bo'lsin, Tibet yoshlar qurultayining fondi nima tor beti va yoki Tibet quyoshi deydigan bir necha bekatlar va andin Tibet gezi deydigan Tibetlarning mol mulkini setib oladigan har xil tor bekatlar va internet sohalari chet eldagi Uyg'urlarning internet sohalariga qaraganda texnik ilg'or va qo'llanishchan. Bizning vatandagilar bek o't chiqarib tutgan to'rbachilik sohasida, ammo vatan sirtidagilardan nima kelib ketamiz bir Şebnem yoki diyorim to'richilik bir to'r barpo qilib bo'lolmadik. Hozircha menimcha shu Facebookning Uyg'urcha qatorliqlarmi bizning shu ommaviy aloqani o'zini chiqadi. Ammo Tibetlarning kompyuter sohasi qilayotganda bular bir tarafdan o'zininki to'rbatlarini har qaysi sahnalarda bo'lmagan mazmunlar qilmasan, Tibetning qolgan kiyim kechigini yoki bayrog'ini siz internet orqali setib ola olasiz deb shopda bir bekit bor bularniki nihoyat mashhur. Tibetlarning an'anaviy kiyim kechaklari, net 100 xil kiyim kechaklari bor ekan bularning. Aş kiyim keçəklərinin hər qandığını asasən bunların bekitini tapqılı olurdu. Adres müşqatdan bularning o'zi bir o'zgartib bir ovoz berish sistemasini Tibet o'rtasida bir bekat yasab chiqibdi. Bekatning yaxshi saviyasiga qarasammi, xil yuqori saviyada yasalibdi endi. Hozir bizning tashkilotlarimizning to'r bekatlariga qarab baqsaq, texnik bir qo'l silib astoydillik bilan bir material ulab qo'yishlarni az ko'ramiz. Bumi bizning tashkilotlarimiz ko'ngil bilgan bir masala ekan. Andın hazır yeni düşsek, biz ko'ngil bo'layotgan Tibet parlamentinin qurilmasiga tushimiz hozir. Mao Tibet parlamentidagi o'rindiq 43. Bu 43 degan sonni Tibetlar bak yaxshi ko'rdi ekan, nima 43 deysizlar desam, bu burun tortib, shunday bir bizda usullarni 40 degan sonni cho'ng bo'ladigan bir an'ana bor-ku, 40 yildan deb qo'yilgan. O çiltanlardan qutub chiqarib, qutubdan shayx chiqarib bu xil etmangdigan bir an'anasi bor. Shuning o'xshab ketgan bir an'ana bor ekan. Bularda 13 diniy mazhab bor ekan.
Seyrekten, Kızıldan, Akdın deyilgandek andın rayonlar bölüngen şekilleri varken, ibadet usulları bazı farklar olsa gerek. Bu dini mezhepnin her birisi bir rayon vekili bo'ladigan bo'lgandan bulardan birden vekil varken, bular elbette her birisi elbette azalarınki, yani üzük düşken avaz şartı var bularınki. 1000 ovoz bilan Tibet parlamentiga kiralaydi bular. 1000 ovoz yig'ish kerak bir odam men kelaman desa. 1000 odamning ismini berish kerak. Meni qo'llagan 1000 odam debchi. Bu 2016-yil belgilangan belgilama. 1000 odamning belgini chiqqandan keyin Tibet parlamentida bir kishi o'rin olaydi bular. Ma Tibet Xalq Demokratik Partiyasi degan partiya hozir hokimiyat besh par Lobsang Fangana partiyasi shu. Bu partiya Tibet Yoshlar Qurultiyi tarafidan qurilgan. Tibet Yoshlar Qurultiyi bir NGO non-government organization bo'lgandan keyin bu o'zi bevosita siyosat tuzishga qatnashib bo'lmaydi. Unda boshqa ular o'zining siyosiy partiyasini barliqqa keltirgan. Tibet Xalq Demokratik Partiyasida buningki 5000 a'zosi bor ekan hozir. Buningga Tibet Yoshlar Qurultiyining aqsab turayotgan 30 mingdek odami va bular destek bo'ladi hamda. Tibet Yoshlar Qurultiyining siyosiy gavdasi deb qarasak, Tibet Xalq Demokratik Partiyasi. Bu yerda o'yin o'ynash qoidasiga qarasak, Tibet Yoshlar Qurultiyi bir NGO. Bu bir non-government organization bo'lgandan keyin o'zini men siyosiy partiya emas, men hech qanday siyosiy tus olmadim deb turib, Hindistonning barliq ijtimoiy aloqa organlarida, madaniyatga bergan yordamida, taraqqiyotga, sahiyaga, haqiqatga bergan yordamlarda og'zini kamoda kechib bordi, men degan siyosiy organ emas debchi. Lekin o siyosiy organni Tibet Xalq Demokratik Partiyasini bular yiltizdan uzoqlantirdi. Mahiyatda Tibet Xalq Demokratik Partiyasi Yoshlar Qurultiyi tarafidan barliqqa kelgan bir siyosiy gavda. Şoňa Tibetler özününki iqtisadi menfaat aladigan gavdasi bilan mustaqillik kurishini qiladigan yoki siyosat o'ynaydigan gavdasini ustuq bilan yepig'liqchi bular. Yani uch holatda ayrim, yip holatda bir. Shunday. Buni hammadan bilib bilgan fakt kerak-da buningga. Agar xalq masalan Tibet Xalq Demokratik Partiyasi deb o'tirib chiqsa, bu Hindistonning qonuni bo'yicha Xitoy bilan bo'lgan diplomatiya aloqasining qonuni bo'yicha buning a'zolarining holidan xabar olish yoki buning iqtisodiy yordam berish Hindistonga nisbatan bir bosh og'riq bo'ladigan masala bo'chi. Ammo Tibet Yoshlar Qurultiyi bu. Tibet yoshlar bor buning 30 ming a'zo bor. Bulunmuş madaniyat, ma'rif, o'zining siyosiy huquqini talab qilish kishilik huquq faoliyati bilan shug'ullanadi. Sho'ng buni hech kim bu siyosiy Yevropa deyolmaydi. Faqat Xitoy qo'tilda paq ancha-muncha. Ammo u baribir o'zini men NGO deb turib olgandan keyin NGOga qarata xalqaroning qo'ygan talablari bor. O NGOga berilgan yordamni hargizmi Xitoy kökemli qilib xalqaro sotga chiqolmaydi foyda bo'yicha. Ham diplomatiya masalasida to'sqinlikqa aylantirolmaydi-ku. Ammo bu Xalq Demokratik Partiyasi Tibet Yoshlar Qurultiyining siyosiy g'oyasini ishga oshirayotgan bir partiya. Lekin shunday bo'lishiga qaramay, biz yana Tibet Xalq Demokratik Partiyasining shuarlarida ko'ryapmiz, Xitoy bilan dialog qilishni o'zining mustaqilligidagi birinchi modda qilmoqlik bo'ladi. Bu hisobda qayandan kelsang shundan tayyorlik bor degan holat o'tib bo'libdi kim bular? Ya bular mana siyosatning o'ynashni bilganlarga nisbatan og'zida kulki chaqchaq, qo'ynida palto pichoq bo'lmog'i lozim. Bizning og'zimizda palto pichoq, qo'ynimizda hech nima yo'q-ku bizning. Chanib bitimi, o'ltirib bitimi deyapmiz, deyishyapmiz-ku. Hech kimga bir ish bo'lgani yo'q. 70-80 yildan yoqi. Shuning uchun o'zimiz qilamiz taqa. Sabir bodan o'ltirayotgan bir odam chiqdi deb ko'pki Abduvali hamma odam qaqshab ketdi, sen Uyg'urlar terrorchi qilib qilmoqchisan deb. Lekin Qur'on kuch orqali besh qilamiz hammadan var tavlaydi. Tibetlar Qur'on kuch orqali vatan ozod qilamiz demidi, 10 ming askari bor. Suhbat orqali bir taraf qilamiz deyapti, lekin mustaqillik uchun ovoz bergan 30 ming odami bor-da. Shuarni qanday qilish gap, tayyorligini qanday qilish boshqa gap. Urushni shuar qilmaydi, tayyorlik qiladi. Shuning biz xalqdan izchil tayyorlik qilishni o'rganaylik, har bir kunimiz zakat demayli deyapmiz. Bizning chatlarni o'rganishimiz, bizning iqtisodiy jihatdan kuchayishimiz, bizning shaxsiy siyosiy bilimlarni o'rganishimiz ve özümüzün tarihi münasebet bilimlerini öğrenişten birlikte xalqaro vaziyatdan, tashkillanish bilimlerden yeni fikirlerge erişişimizden hemmesi ameliyatda bizning mustaqilligimizni uzuqlandırgan bir o'g'it. Biz pichoq bilash bosqichini ko'zga ilmayapmizda. Nurg'a odamlar sizlarning partiya nima ish qildi deb so'raydi. Bizning partiya pichoq bilayapti shu. Palto bilayapti, o'tin kaslash uchun. Gal palto bilan ish o'tkazib olmaydi ekan. Şoň biz tak bileýmiz, takrarlarys, taki aşy muş paltyny emdi çapsam, hiç olmaz 1 santim bolsa ütüdi digen ýagçylyk paltyny bileş gerek bolur. Şoňa menimçe bu jarýanlarda siyasi taktiki meselesi bilen hal qowuç meýdandaky siyasi ifade meselesini nähäti ýaşy berkiş gerek eken dep gardym. Tibet Xalq Demokratik Partiyasining kilip çykyşyny Tibet Ýaşlar Qurultiýi, Tibetde Ýaşlar Qurultiýining kilip çykyşy eýni wagtky Dalai Lamanyň Tibet dinini öwrendiren ýaşlar lamalarının mektebendi. Dini mektepden okuduğundan payda bolgan bir cemiyet hemde.
Endi Dalai Lama'nın Tibetning mustaqilligini yo'qitib qo'yishida ig'ir bir mas'uliyati bor. Xitoy Kompartiyasi zo'lidi, deb turib oldi, amal yo'q bo'lib qoldi debla Tibet armiyasi yo'qoladi, Tibet puli to'xtaydi, Xitoyning pulini o'rtaq xashlaydi degandek bir 17 moddalik bir kelishim bularning Xitoy bilan tuzgan 17 moddalik tinchlik kelishimi deb. Aşırında Tibetni Xitoyning bir parchasi deb e'tirof qilgan yeri bor, mangulik bir parchasi deb e'tirof qilgan yeri bor. Endi keyin Dalai Lama men besim ostida qoldim, amal yo'q qoldim deb xalqaro sudga arz qo'yib yurib, u kelishimning beko qilinganligini xalqaro sud tarafidan isbotlab qo'lga keltirgan bo'ldi. Lekin nimani qilmasa ayat barmoq izi va imzosi va atrofida bir to'p odamning api avangchidan vakil bo'lib Beijing berib turib Tibetlar sizni qarshi oladi deb mavzuni qurib qo'ygan narsalar bo'lgandan keyin bularning ba'zi bir tarixiy qoldiqlari hozir qadar Dalai Lama'ning oldida bir siyosiy to'sqinlik bo'lib o'tdi-da. Hem bu noktadan bu şu hazır kadar tak ağzıda bu külük çakçakını to'xtatgani yo'q. Xitoy bilan so'zlash degan gap barliq partiyalarning Tibet Xalq partiyasida o'tdiq-ku, bu bir ashaddiy sotqin bir partiya endi. Hozirgi avtonomiyadan qanoat qildi bir partiya. Bularning shakli bo'lishi mumkin, mohiyat bo'lishi mumkin. Mohiyatini men bilib qolmadim. To'g'ri bunga munosabatli materiallarni oid olgan. İnternetda bir necha yillar bilan Tibet Xalq partiyasining vakillari bilan aloqalashgan bo'ldik. Rahbari bilan ko'rish imkoniyati bo'lmadi, ammo bir so'zchisi bilan azroq paranglashib fikr almashtirgan bo'ldik. Qarasam, menga yana shu so'zlashimiz Qur'on bilan ilishib kuchimiz yetmaydi ya. Bizni Xitoylar so'zlashdan boshqa yo'limiz yo'q deydi. Aqamda mush gaplansak, aqmisimu boshqa yo'l yo'q deb turibdi. Davli bizniki, biz so'zlashimiz deb tursak, biz Xitoyni mat qila olamiz deb qaraydi ekan. Biz so'zlashimiz deymiz, Xitoy beshni ichiga tiqib oladi, shundan xalqaro biz o'tamiz. Nocha olsan kel so'zlashimiz deyapmiz-ku, chiroyli gap qilib hal qildi deyapmiz-ku, sen nima qilib qattiq so'zingni degandikin xalqaro jamiyatda biz aktiv o'tamiz. Şoň biz söhbetleş dep Xitoyni söhbetleşki zolaş, emniyatda Xitoyni qonuniy jihatdan mat qilishni iborat bizning bu taktikimiz deb turibdi. Ammo o'zining bir mustaqillik oshnosi ekanligini taqamanga deb bermadi. Shu qadar shaxsiy paranglydymı? Yani ayrım paranglydymı? yoki Yani özü başlap meňwatkan yol, iqim, pikirinin qarşısıga gap çıkmadı yani. Bu atılgan bir işlem bulmadı. Bu yerda andımma dini mezhep vekillerini oruna qarsak, bu dini mezhep vekilleri ma'lum jihatdan bu Tibetlarning madaniyati va mushu parlamentning saptog'i vakillik qilgan bir organdagi rol o'ynayotganda, chunki aldirab o'zgarib ketmaydi dini mezhep vakillarchi. Har qaysi masalan sizning o'rningizga sizning hukumingiz chiqadi degandek bu xil shaklda, aslidagi mazhabning odamlarining 10 yillik vazifa o'tash muddati to'shsa, uning qashidagi muavinni chiqarib qo'yganda, 2-3 adam bilan tugaydi 30 yilda. Asasen ben qarasam aldın qaradım ama 2001 Lobsan Sangay çıkıştım burunki tenzimite onu 10 yıl vazife ötgen Lobsan Sangay'ım 10 yıl vazife ötedi. Endi maqatim çıksın bu 5 yılda bir saylan bulurdu ama asasen hakimiyet beşlik adam utup ketip atıdı da bularınki. Şoňma Tibet parlamentindeki orundaqlyň meselesinde men kelgusidagi bizning Şarq Türkistan parlamentidagi orundaqlarni mushunaq bir o'rinlashtirili bo'lsa deb o'ylab qoldim. Buningga chet el davlatlarininki aralashışı veya ki Xitoyning jasuslik yurgizishi qatorliq masalalarni ko'z tutgan mezgilda uni hal qilishning chorasining biz yanala shu xalqning siyosiy qatnashish aktivligi masalasi ekanligini. Masalan, bir yer 100 odam bo'lib, buning 10'i Xitoyning adami bo'lsa, hammasi Xitoyning adami bo'lmaydi-ku. Eng ko'p bo'lgan chog'da 5-10% bo'lib Xitoyning adami bo'lib, 1-2% deb turlar. Ammo haqiqiy sog'lom, haqiqiy Uyg'urlar, samimiy va tamparvar Uyg'urlar siyosiy sapga kelmaydi. Avaz berishga qatnashmaydi. Tashkilot xizmatidan yiroq turib oladi. Shuning bilan aktivlik huquqiy sotqinlarni qo'lga markazlashib qoladi degan gap. Andan keyin sen bozorni o'ngchi berdim degan gap bu Rodpaylarga. Şoň bu yerdik Uyg'urlarning siyosiy tashkilotda qatnashish masalasi, yana qatnashish qizg'inligi masalasi amaliyotda bizning vatanni munofiqlarning qo'lidan tortib olish ko'rishning bir qismi bu-chu. Şoňa qanchaki ko'p odam saylom huquqini yurgizsa, qanchaki ko'p odam tashkillanish xizmatiga kelsa, bizning vatanning davosini shunchalik xalq o'zining qo'lida tuta oladi. Shunchalik sog'lom etman qilib bo'ladi. Shu masala bizning uning diyamanlab, buning diyamanlab hech qanday tadbir qo'llanmay, o'zimizning sap tutmay, g'otildab qo'yib buningda o'tirishimiz bilan chiqib o'tadi bu masala. Bundaq bir parlamentning bo'lishini yana o'xshamagan mustaqillik tashabbus qarindoshlarımızdan o'xshash bir parlamentdagi bir qurilma hosil qilishini biz dastlabdan tortib hozirgacha tashabbus qilyapmiz. Partiyaning qurilishi shunaq bir zaruriyatdan bo'ldi. Amaliyotda bu taklifni biz ayni vaqtda Seyitimiz Efendimiz bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan surgun hukumatdagi hatta kurash kamdan tortib o'g'lam kamla bu qadar fikrlashib baqdik, ammo umuman bir fikr birligi hosil qilolmadik. Turli tuman sabablar bilan. Ammo bu bir mening umidim, ya'ni Uyg'ur xalqi mana shunday bir ko'p sonli Uyg'ur safarbar qilingan. Bizmi Tibetdek deb turli, garchi sonimiz Tibetdek uchasi ko'p bo'lsa-mu,
Bo'pti 80 ming demayli 8 ming odam bilan bo'lsa barliq kelgan bir parlamentni barliq keltira olsak, shundoq bir o'zimizning ma'naviy davlatini garchi tuprog'i bo'lmasa-mu, bir ma'naviy davlatni qurib chiqarsak, bu g'oyat zo'r bir ish bo'ladi bizning siyosiy hayotimizda. Ayni shu chaqda biz ondan mustaqillik uchun tayyorlangan va boshqa masalalar haqida eg'iz ichish salohiyatiga ega bo'lgan bo'lardik. Hozir biz nurg'un gaplarni devatimiz, amniyat ba'zi gaplar deydigan gap emas. İşte o'chu. Biz ishni divitib baramizda, qilmay. Yani ki deyilişi, süpetlenishi herkes undan olmaydigan iş gene o. Cinimiz vakıp sözleşimiz ama işini çekip çıkarıp kılışımız gerek. Gapni en küçük yerden qilamiz shu asli. Ma siyaset deganda qapama kedib turib bozulib o'tirgan bir ish bor. Benim vaqtda Yoqubbek Xotan Podsho Ebulloh hocamni men sizlarni ziyorat qilib edim, nomlarini oldim, tapanlari bir qatim söymisem ömrüm haram ketir mening deb turib olib. Yaqin vaqtda voy hojim deb eslib patanlari usib putur usib ketgan keyin hojim ta'sirlanib ketib, kapiga kiritganda men sizlarni tavab qilib olay desa. Shundan kapiga kirib bo'g'ib o'ltirib etib, voy hojim bir kun uxlaydigan bo'lib qoldi, sizlar qaytib turing deb askarlarni qaytarib etib, 2 kun bo'lgan Xotan hujum boshlagan bir ish bor. Meşhur bir tarix. Buna o'xshash misollar ko'p uchraydi. Endi xalqimiz siyosiy qizg'inlikni amalga oshirmay turib, siyosiy qatnashishni, tashkillanishni amalga oshirmay turib, mayli 4 odam bo'l, mayli 5 odam bo'l, sen cho'qim tashkillanishing kerak. Sen cho'qim tashkillanib bir odamni o'zingni vakil qilib o'tirib chiqishing kerak. Bu odamning oz yoki ko'pligi vakillanmaydi, sen kot qilgan bilan masala tangatmoqchi. Siyosat tashkillanishning masalasi bu. İngilizcelik politik degan gapmi, Xitoychilik jang degan gapmi, ratlanish degan gapchi. İnsanlar retlenmey durup, sepki çizilmey durup, siyasi sepmi şekillenmeydi, harbiy sepmi şekillenmeydi. Yani ma parlamentin umum kurulmasını görüyatımız, hazır pes düşsek, ma parlamentlik bir parça resimini gördüm. Hazır muşu siz açtınız, ben iki partiyanın namzatı. Aldığım tatımki muşu iki namzatı şu yani. Ma o Pempatçıların degen, ma Lopsan Sangay'ın aldığım tatımı sayılım bu 41% değil mi? 48% bu kaldı o da emelde 48 bilen durup koydu ma o. Bunun karap olduğunu. Bunu biz oturup hizmet kılıp atıdı şu. Bu parlament ornu var. Bunu bu yardım 13 adamın başlığı bu parlament oturup atkan. Partiyasının ornu var. Tibet Halk Partiyasının rehber olup atkan. Hem bizde hazır kadar devletin bir gruptan çıkarıp itilgen bir adam yak saylamda mağlup olan bir adam, saylamda yüzünü tutulan yeni bir adam bilen robra oturup hizmet kılıp atkan iş var mı? Kötü kaskanında taşıyıp öz ayrım hükümet kuran diyor ya ondan. Dükkanını ayırıp çıkılırken ha. Bizdeki esil peziletken bu. Ya bu bir siyasi ahlaksızlıkçı. Bu bir emeliyatta bayağı hep ötkünümüzde rıkabetçilikten mi ahlak olurdu. Ağzını bozmaysa, kişilik izzetke tecavüz kılmaysa, özünün kaidesine devamlılık sözleyse, kolundan kilişse etrafındakilerini kaylı kılışka siyasi formlarını oturup kişilerin vatanperverliğini uğrup çıktırışsa. Hem de bu yer bundan bir sebep var. Hakikaten şu sırtın kelgen besimler tüpeyli, andın bulup mu Uygur halkının yeni şu günahını özümüz geliş doğru keldi. Milletimizin siyasi katmış tutkan pozisyasının yetersizliği tüpeyli'den bayağı degenimizde münafıkların siyasi aktifliği yukarı ama vatanperverlerinin katmış kızgınlığı tüven boğanlıktan müşnak bir işler yapması münafıklar aldığı köp çıkılıp o siyasonlar bir septe özünün meydanı ifade yapmaya kalılan bir ahvaldan korkuş tüpeyli etrafındakilerini koruş, birbirinin gumanlanış, şunun bilen andın hem beyler ayrım çeşilip geçecek manda bir mesele var. Bundak bir ihtimallıkım yok çıkarılmaydı. Ama menimce hem işini planı qarasak, işinin kılınışını qarasak, adamların sağlamlığını birbirlep qarasak, bulup aktifliğini asasi noktasak, aktif emas adamlarını adam qatarından çıkarıp tutup, qatnış kızgınlığı var, fikir bayan qilish kızgınlığı var, yazış kızgınlığı var, adamlarını küçük etrafımızda toplasak, bir adam neçe 10 adamın gücünü bereliş mümkün. Şunun bilen bu yerda bir beraber bir demokratik muhitni yaratqılı buluş mümkün. Ama Tibet saylamı işxanasının torbetini alaydan çıkarıp koydum. Smartphone Tibet'ten müşkatımlık saylamga avaz verişini kıvatıdı. Yani biz avaz veremeyimiz elbette. Bu yer bizim toplumumuzun boğan. Bununki hazır biz ikinci betki öteyli anın kayındaki yeni bir nersiga. Lopsan Sangay saylangandan keyin ba'zi bir xodim tanlash etmadi, ministerliklarni tanlash degandek faoliyatlarni etmadi-da. Ministerlik muşunu qo'lga olgan ekan. Shuning bilan bu o'ziniki raqobat nomzodi Mao Penpatsering shu chaqda iqtisod boshqarib o'tgan parlamentdan bu vazifasini elvatdi buni. Elvatgandan keyin bu Penpatsringning qo'llovchilari
bu tizerinin nima qilib bekor qilib bilsan deb bu yerga namoyish qilib o'ltirib olgan ko'rinishi mana shu Tibet parlamentining oldiga beribchi. Buni men ingliz Tibet Journal degan Tibetlarning xabar e'lon qilingan bu bekatdagi xabardan oldim. O'sha ekrandan kesib olgan ko'rinishmi shu. Ya'ni bir bo'lik Tibetlar Zona'ya qarshi, Lobsang Sangayga qarshi namoyish qildi degan bir ko'rinishgan. Qarab boqinglar mana. Mala ameliyatda Lobsang Sangayga ovoz berganlar, Lobsang Sangayning bosh ministr ekanligini e'tirof qilib turib, shuning bosh to'layotgan odamlar bu. Mana ma'vu puhra bo'lishning axloqi shu. Sen qarshilik fikrini desang bo'ladi, boshliq sening qarshi fikrini qabul qiladi va yoki qabul qilmaydi, sen noroziligini ifodasang bo'ladi, ammo sen puhralik majburiyatini o'tashdan bosh tortsang bo'lmaydi. Bunu biz o'rganadigan va bizning rahbarlarimiz o'rganadigan bir masala deb qaradik. Yana bir masalaga kelsak, qattiq sabablarga kelamiz endi sidqi biz qilmagan masala ta'sir qilgan sidqi sabablarni. Endi Tibetlar dastlabdan tortib Dalay Lamaning atrofida to'plashib chiqqan va o'nidan keyin chiqqanlarning hammasi degidek aniq chiqqan bo'lg'achqa Dalay Lamada bir xil izchil statik tutish masalasi bo'lib ekan. Dalay Lamaning statik xizmati shu 59-yildan boshlanib ekan endi chet eldagi Tibetlarning statik qilish xizmati. Anda bo'lgandan keyin bularning statik daftarda Tibetlarning nihoyatda tafsiliy arxivi bor degan gapda. Şoň qaysi döwlet qançylyk adam bar? Men bayatyňky Excel Tibetdan saýlan bekitide her qaysi döwletlerden saýlan üçin sunatly adamlaryň sanyny aldım. Mana qarasak, Hindistanda 94 ming adam, bunun qaraganda taxminan 30-40 ming yaqin adamning saýlan salahiýetini bekitip bermegen bolsa gerek işgana. Nepalda 13 ming adam, amma buningmi ýeriminden ýaqyny bekitip bermegen bolsa gerek. Amma Ýawropadan kirgenleri asasen mesela Kanadada 1900 ameliyat, Kanadadan 10 ming yaqyn, Wikipedia'da 8,5 ming Tibet var deyilipdi. Ama her qaysi döwletlerdagi Tibetlarning o'sha Tibet hökümetiniň bekitide e'lon qilingan sany hem. Azan sanımı hesapta Tibetlikler yaşayotgan sanımı. Janubiy Afrikada 9 tal Tibet barki, aşılama ovoz berishga qatnashibdi-da internet orqali. Yo'q. Biz 9 emas, 90 adam bayadımı qilib olmayapmiz bu ishni. Biz hozir mushunchalik bir statistikani chiqarib olamadik-ku. Hozir nerede qanchalik adamimiz bor, bilmaymiz-ku hozir. Saylamni kaparatga yiqilayotgan muhim statistik xizmat. Men deyotgan Sharq Turkiston pasportining kerak keladigan yeri mana shu. Eğer bizning qo'limiz pasport bo'lsa, pasport taqatgan organda bizning kimligimiz bo'lsa, ma chet elda manchilik adam bor deb sen kimga ovoz bersa deganni men pasport nomerim bilan internetdan kirib turib, men lajim bilan pasport nomerim ma'vu, men Ahmadjonning o'zimning bosh ministr qilib saylayman deb bilet tashlay olaman deganga. Şoň bu ýerge nisbeten eniq statistika muşu Tibetning saylan meselesideki 80 ming sonly kapalatga yıkan bek muhim bir narsa. Amerikada 20 ming narx Tibet var deyilken ama bularning yerimi qatnaşypdy. Kanadadagi Tibetlarning saylan qatnaş kızgınlığı bek töwen eken. 8,5 ming Tibetden 1900 adam, 2 ming yaqin adam tötden biri qatnaşypdy, lekin ýanyl ýaxşy, bizge nisbeten jiq ýaxşy hemde. Ondan ma nisbeten toplaşyp olturalyşmy Tibetlarning muş saylan faaliýetleriniki oňuşlyk boluşyk bir mesele. Nisbeten toplaşyp olturalyşganda mesela bizdimi bada Qazaqstandakidek emas. Mesela biz vay Dalansarası var Tibetlerinin deyimiz. Dalansarada Tibetler aran 15%. Ama bizning Almutning Uyg'ur rayonida Uyg'urlar 55%. Manuqni aytgan chaqda toplaşyp olturalyşdyqdan chet elda Uyg'urlarning ahvoli Tibetlerden jiq ýaxşy. Onысы bizning ma vatan bilan bolgan begimiz intaýyn qysqaça. Tibetlerning asasen şu hazır saýlan qatnaşypatganlarmy Hindistanda tugulganlar. Tibetning içinde tugulgandan bir ikisi oturup çıkıp ama chet eldeki ammiy asas aciz bolgaçka kiremedi saylamның yuqori basqıçyga bargan wagtda o chet elni ýene şu haq özü kögenini biladigan bolgandyken o Tibetning içinden çykan ýakan daňlyk bolsa onu tunmay ýene şu özüň Hindistanda kampyda çoň bolgan Hindistanda tugulup çoň bolgan Tibetlerni saýladygan gepken meýli Lobsang Sangay bolsun meýli hazırky prezident namzatı olsun umumen Hindistan'da tugulup çoň bolganlar. Şoňlaşqa bu statistik meselesi bilen toplaşyp olturalyş meselesi bu saylamny barlyk keltirgen bizde hazırça bolmaýatgan qattiq sebäpleriniň biri dep garadyk. Ýani bir tarapdan aytgança baýat täkildik ortak menfaat. Ýani muşu saylamga gatnaşmasa, bular ýani pasport almasa Tibetden hiç qanday mukafat alamaydy, pul alamaydy bular. Tibet hökümeti berilgan $100 milyon pulny Tibetlerge taqyşda Tibetlerning pasportyny ölçem qildi bu. Bu Tibetning fuqarasy meselesyny golunda pasportyň barmy ýokmy dep. Eger pasport bolsa, o awazyny berenmeýdi, hem menfaatlanmaýdy degenge. Saylamga gatnaşanmaýdy adres. Anda bolgandyken bu ýerde pasport elçisine nisbeten monaýat kızgınlygy var, ýene 90% artyk Tibetde Tibet pasportu bar diýildi. Muşu pasportga baglangan bu ýerde bir ortak menfaat. Bumy bularning meselesini gün tertip keltirgen aýat muhim sebäpleriniň biridir. Yeni bir jihatdan aytgan çağda sağlam Tibet parlamenti biz hazır ýok bolup atgan qattiq meseleler. Tibet parlamentiniň sağlamlygy
Tibetdagi o'xshamagan kuchlarning va raqobatchilarning o'xshash bir sifatida xizmat qiladigan mexanizmi Tibet xalqining saylamga qizg'in qatnashadigan bir holatini barliqqa keltirganchu. Her bir adamning o'zining yaxshi ko'rgan adami bor u yerda. Lobsang Sangayga o'sla parlamentning ichidagi o'zini qo'llaydigan odamlarga ovoz berdi. Parlament Lobsang Sangayning qaroriga qarshi chiqdi. Uning o'zining fikrini o'tirib qo'ydi. Agar ko'p sonli ovozga yetib ketsa, balkim qarshilik qiluvchilar Lobsang Sangayni yanlab turib o'zining fikrini o'tirib qo'ya olishi mumkin. Emniyetde Sikyong deb qo'ydi-ki, bosh ministr buning huquq nihoyat kichik va Tibetlarning hozirgi qurilmasi ma'lum jihatdan bir parlamentariy sistemaga o'xshab ketadi-chu. Parlamentning huquqi bakchong. Adatda Sikyongning qarab baxtim qila oladigan ishi bak ozkan. Hatta iqtisod bir taraf qilish masalalaridan tortib Tibet parlamentining chiqadigan qaror. Maktab selish bu masala bu nima ish qiladi ham Sikyongni bekor saylamdirsam, u faqat ijro qiladi ekanda, yuz ekan. Bir qancha aloqador savol tushdi mazmun e'tibori Tibetlarning pasportini kim qaysi boshqardi ekan, parlamentmi yoki hukumatmi deb bir savol tushdi. Nima boshqardi? Tibetning hukumati boshqardi, ya'ni Sikyong boshqardi. Hukumat tomonidan boshqarildi. Hukumat tomonidan boshqarildi. Andan keyin yana bir savol. Bir bexatarlik organi va bayatning xaritini ko'rsatdik-ku. Shu organi boshqardi parlament. Bular o'zi deputat sekretariatda ekan, security deb. Department security deb qo'ydi bexatarlik organi. Bu 65-yili qurib chiqqan Dalai Lama buni. Mush bexatarlik organi tarafidan taqdirlangan hisobda Tibetlarningki surgun hukumatining jamoat xavfsizlik ministrligi deb qo'yamdiq. Saqchi ministrligiga o'xshaydigan bir organ. Pasport masalasi kelgan chog'da shu inson o'zining bexatarligidan biroz endish qilgan avval bor. Buningga nisbatan Tibetlar u masalani qanday hal qilgan bo'lg'idi deydi yana bir qardoshimiz. Men tushundim hozir bu savolni. İfadalanish to'g'ri yetarli bo'lmadi. Balkim shu Tibet pasporti olgandan keyin Tibetlarning hayoti bexatarlikka uchrashi mumkin deb qarayotgan bo'lishi mumkin. Amaliyotda bir insonning pasporti bo'lishi uning tug'ma huquqi, tug'ma haqqi. Bizning tug'ma saroyatimiz Uyg'ur, tug'ma saroyatimiz Sharqiy Turkistonlik garchi davlatimiz beslangan bo'lsin. Bundaq bir tug'ma salohiyat dunyoning hech qanday tarafida jinoyat deb qaralmaydi. Şonlaşqa biz bu salohiyatdan uzun mezgil ayrılıb qalğımız üçün aqalli buluşluq deyishlik bir ish, alohida bir ishga aylanib qolgan, aqalli buluşluq deyishlik bir ish hatto jinoyatga ko'tarilsa bo'ladigan darajada biz qo'rqadigan bir narsaga aylanib qolganda. Amaliyotda bu bir inson bizning bidati shu qurilgan vaqtda belgilangan inson haqlari huquqida fuqarolarning siyosiy huquq ahdnomasi degan bidatining tavhidida belgilangan narsa har qanday bir insonning davlat tavalligi bo'lishi kerak, qo'lida pasporti bo'lishi kerak. Bu degan aqalli huquq bu jinoyat emas amaliyotda. Şoň bu hech qanday huquqda kishi emas bu amaliyotda uchun. Ondan sog'lom Tibet parlamentidan boshqa yana shu Hindistonning Amerikaning Tibet hukumatini izchil qo'llab kelishi iqtisodiy jihatdan bo'libmi? Bu Tibetlarning sistemasini hozirgacha sog'lom taraqqiy qilishlik bu sabablar. Biz ma sabablarni masalan kuchli davlatlarning izchil qo'llashi qatorliq masalalar bu balki bizning masalamiz bo'lmasligi mumkin. Bizda bu sabab bor, ammo hal qilish masala emas menimcha. Endi sevgilim Tibet parlamentinin meselesini dep ettik. Tibet parlamenti aslidagi Dalai Lama'nın atrofidagi bir guruhdan barliqkan bu boshqa ma'u qattiq detallarni ko'paytirsa biz darhol qilolmaydigan ishlar. Ammo bu ideyadagi, xarakterdagi, pozitsiyadagi hal qilib ketgan masalalarni biz hal qilib keta olamiz ishki masalalarni deb. Bu yer Tibet asos qonunida bir ayrilgan, tafsiliy to'xtalgan o'ngishli hal qilingan bir saylam uchun shart bo'lgan bu ramka nihoyat aniq belgilangan ekanda. Saylamning qonuniy asosi ommaviy e'tirofga erishishga qadam bosqichda nihoyat tafsili. Şoň her bir organ va shaxsning huquq majburiyati, ya'ni saylovchilarning huquqiy va majburiyati nima? Bosh ministerning huquq nima, majburiyati? Parlament a'zolarining huquq nima, majburiyati nima? Bu nihoyat aniq belgilangan. Ondan her bir shaxsga qo'yilgan talab, masalan, parlament a'zolari qanday o'z parlament a'zolari bo'la oladi? Masalan, hozir dedik 1000 ovoz olish kerak ekanda. O 5 adam gapni o'tkazolmaydigan adam berib, men parlamentga kiraman deb kiramaydi, 1000 tal bilet ekaldi deb aylaydigan gap. O'zim bilan qo'shib dunyo nimasi oldu? Olim bo'ldi. Hozir shu yuqoridan tuvangi seriydigan bir ishni chiqadi. Bular balki muvaqqatimiz saylam degan boshqa bir hal qilish usuli bo'lishi mumkin. Haqiqatimiz saylamda bularning masalani hal qilish usuli boshqacha bo'lyapti. Sud mahkamasi qaror chiqardi-ki, oxirgi beribchi. 2016 saylamining materiallar bir qadar to'liqkan. Qarab baxtim saylam bir necha bosqichga bo'linib o'tkazib berilibdi. Bir qatimda hal bo'lmaydi bu masalachi. Aşınadım nurgun talaş tartış bilen en ahire Lobsang Sangay nihayet küçük bir avaz farkı bilen tuttu hem de. Hatta Dalai Lama'dan kimni qo'llaysiz? Dalai Lama xalqimni kim xalqimni yaxshi ko'rishini qo'llayman deb mujmal javob berib ifade bildirgan olmabdi ekan 2016. 11'di mi?
Şoň bu debatda Dalai Lama qat'iy ta'sir ko'rsatmadi maaşlarga depçi. Kimni saylanıp çıksa aşından kucağılış hizmet kılırken Dalai Lama da. Taraf tutmaydı iken yani Dalai Lama. Onun terapi küçük. Bunu her şekilde karşısımız resim uçsa birdem Lobsang Sangay bunu kucaqlab boynuga şarpatıp egilip resim uçuvatkan birdem Lobsang Sangay'ın rıqabetçisi olan yani bir taraf oturup çıkıp bunu hürmet bildirvatkan aşına bir aletini körütkenmiz hem. Pempa'nın Dalai Lama'nın yoldan çatnap kettiğinde dep qilgan ba'zi bir videoları varken nəhayət g'azab bilan Lobsang Sangay'ını tillag'an. Lekin Dalai Lama buni pozitsiya bildirmeklik uchun qat'iy bu bir siyosiy ustadlık bilan ep berayotgandek turdi. Bu yerda shaxsning huquq doirasi mas'uliyat nəhayət aniq belgilangan. Bir odam boshqalar haqida emas, o'zi haqida javob berdi. Shu butkul dunyoda va Xudoyimning oldiga borgan chog'da. O'zi meni tillab ketayotganlar degim keladi-da, Xudoyim qiyomatda sendan meni so'ramaydi, nazmat nima ish qildi deb. Sen nima ish qilding deb so'raysam, men savolga tayyorligini qil. Men mush savol uchun ishlayapman. Men nima ish qildim degan gapning javobini berish uchun tayyorlik qilyapman, deymi? Men herkes boshqa odamlarning nima ish qilganligini so'rolmaydiganligini obdan bilaman. Şu muş meseleni bu talabni shaxslar o'ziga qo'yish kerak, boshqalarga emas. O'zini so'rash kerak, boshqalardan emas masalalarda. Agar meni yo'l qo'ygan ideyam xato bo'lsa, sen bir ideyani o'tirib qo'yishing kerak-da. Voy, ani qilding, mani qilding deb talash, qavash, chametish, o bir madaniy dunyodagi insonlarning qilgan ish emasligi chiqyapti. Yana bir masalaga kelsak, Tibatlarning sud mahkamasiningki amaliyotda shu har narsadagi tuzum, belgilemeler, kanun prensipler aslında ochiq yezilib ketgan bo'lsa, biz ularda ta'lim olgan bo'lsak, ishlar hozirdan oson yaxshi yurish qilgan bo'lardi ekan. Aslida biz qiladigan masala shu, biz odamlarga emas, tuzilmaga, odamga emas, yezilgan narsalarga hurmat ko'rsatishni o'rgangan vaqtda, masalan biz dedik, qonun bo'lib qoldi. Saylam qonuni. Ya'ni bu Tibatlarning saylam qonunining mukammalligi Muşu bunların saylam faaliyetinin oңuşluq buluşu ve saylamdaki teşabbüs kılvatman adam sanının köp buluşlarını keltirip çıkan amıllarından biri. Andın bir yerde sot mahkemesi. Sot boğankin adalet var degen gap. Saylam kanunu boğankin qilip var degen gap. Adalet bolsa, qilip bolsa, formula bolsa bu yerde kim xatırjan bolmaydı? Şunu bu biz hal qiladigan masala ekan, qoida bo'yicha bu shu Sharq Turkiston sürgün hükümeti ko'rib chiqish bir program oldu deb qarayman bugungi programmani. Agar bizmi shu o'zimizning parlamentini safarga keldik, albatta bu hukumat bilan parlamentning hech qanday munosabat bo'lmaydi qoida bo'yicha. Bizda parlament a'zolaridan tortib saylamdan tortib prezident aralashib belgilaydigan bir ish chiqdi. Endi buni ba'zi bir ehtiyojlarimiz tufayli barliq kelgandi. Ammo biz mush ishni hal qilyaptan bo'lsak, ya'ni saylam masalasi bilan shu prezidentning masalasini ayirib hal qiladigan saylam qonuni ayrim, sud ayrim, parlament ayrim, prezident ayrim bu xil shaklda ma'nodagi ishni qila olmasak, bu keyingi ishlarimizda bizning cho'ng birlikni yaratmog'imiz ta'sir bo'ladi ekan deydi. Butkul dunyoga qarab baqsak, masalan Trump saylamni Trump o'tkazmaydi, masalan saylam ishxonasi o'tkazdi. Uning agar biror prezident bilan bosqanligi bilinsa, u jinoyat o'tkazgan bo'ladi qoida bo'yicha. Shu yerda saylam qonuni, ya'ni saylam ishxonasi, sud, parlament, ondan yozma o'lcham. Mush uch narsa bir o'lchamning ustida turib xizmat qilgan vaqtda anandan keyin bir natijalik bir ishni qo'lga olib bo'lish mumkin deb qiladi. Keyingi betga o'tsak, mas'uliyat bilet tashlashning millatning siyosiy hayotiga mas'ul bo'lish ekanligini belgilagan bir narsa-ku bu. Bu saylam qizg'inligi amaliyat bir millatning mas'uliyati bilan bir shaxsning mas'uliyati bilan munosabatli narsa. Mas'uliyat yo'q odamga nisbatan kimniki hokimiyat yurgisi bo'laverdi. Kala podsho olamdi, qo'y podsho olamdi, buning uchun baribir. Bu faqat qo'sqin to'g'izib hojatxonalar ochganlarga yashaydi degan gap. Ammo biz o'zimiz siyosiy odam bo'lib, siyosiy maqsad qilib yashayotgan ekanmiz, o'zimizning kelgusi mas'ul bo'lish uchun o'zimizning saylam biletiga mas'uliyat bilan muomala qilishimiz kerak. Bu yana bir jihatni aytgan chog'da bu bir siyosiy safa masalasidek qiladi. G'arb davlatlarininki va shu sharq davlatlarininki saylam o'tgan pozitsiyasiga qarasak. Xitoyga o'xshash ba'zi bir davlatlar var, 99% adam saylam qatnashdi, 98.8% adam Xi Jinpingni sayildi deb chiqarganda, endi uni biz saylam deb ketolmaydiganligini qo'zg'olib o'zib hojatxon hayotimizda huquqimizni ishlatib boqmadik. Men bu siyosiy huquqim yo'q, yashadim Xitoyda 16 yoshimdan tortib hozirgacha. Shunga bu siyosiy safa masalasi, ya'ni o'zimizning huquqini tunish va bugungi kundagi saylam bezitining dunyodagi hal qiluvchi rolini, dunyoning taqdirini hatto Jon Bayden bilan
Trump'ın taqdirini belirləyən nəsə Amerikalıların qolu saylan bileti üçün. Xuddi şunundakı ham Uyg'urlarning bundan keyingi siyosiy hayotini belgilaydigini bizning qo'limizdagi saylan bileti, bizning Uyg'urlar kimligimiz. Bizning Uyg'urlar kimligimizning o'zi bir saylan bileti, mush biletni kimga tashlash bizning o'zimizning siyosiy kelgusini belgilaydigan bir omil. Endi bir jihatdan aytgan chog'da bizning bilet tashlashning unimiga, oqibatiga bo'lgan ishonchsizlikmi? Voy, men saylanmagandim bo'ladi, saylasam nima ishib ketdi. Bu qasi bir ish qila oladi, hammasi laqva go'ylab deb hech qasi nomzodni yaratmay unimga bo'lgan ishonch yo'qotayotganligi tufayli saylamga ovoz qo'shmaydigan. Baya buning qilib misolni yana takrorlashni ko'rdim. 100 qotaz bilan 50 qotaz bo'lsa bu ikkisini birini tanlamadim. Hech qasini 100 qotaz emas, ovoz vermayman emas. Bir tal qotaz bilan 2 qotazning ichidan birini tanlaymiz debchi. Eng yaxshisini tanlash qo'limizdan kelmasimi, yaxshirog'ini tanlash qo'limizdan keladi. Shu imkoniyatini yetishicha o'zingizning ovoz berish rolini joriy qildingiz deb safarbar qilganligini ko'rdik. O tebetlerin bu cihetki siyasi kızgınlığını hazır dünyadaki başka milletlerle çalıştırıp bakımız hali yama mesela muntizim devlet kurup yaşavatkanlarının mı siyasi kızgınlığının üstüne ikenligini görmemiz hatta. Yeni bir cihetini epetkan çağda saylam işhanısının adıllığı olan işenç, yani bir adalet saylamdaki adalet meselesi. Mana bu mu saylamga katlaştıran halkın siyasi kızgınlığını kozulturgan bir amil. Hem Xitaylar bir taraftan bizden saylamlarımızı itibarsızlaştırışga urinishi mumkin. Axlat adamlarni apırıp saylayıp saylamga bo'lgan bir ishonchimizni, hurmatimizni susashtirib buni bir masxaralashtirilishi mumkin. Yeni bir tarafdan xalqlik saylam paytida o'zining uvudagi kuchliklarini chiqib saylamga buzg'unchilik qilish mumkin. Bunday masalani oldini olishning birdan bir chorasi qalbida vatanim bor degan har bir odamning saylamga qatnashishi. Amaliyotda vatanparvarlarning saylamga qatnashishi munofiqlarning qo'lidan hukm tortish kirishi bilan barobar. Xuddi debatlar degandek, bu saylamga bo'lgan pozitsiya bir mustaqillik kirishi bu. Bugungi kundagi bir pay o'q mustaqillik referendumidagi bo'lgan bir tal bilet amaliyoti uchun. Şoň yeni bir jihatdan nomzodlarning innovativ va safarlar kuchi bak muhim ekan. Şoň bular hatto parlament a'zosi 1000 odamni beltini olsa degan gap, oyat 40 odam 1000 odamdan 40 ming odamni orqaga oldi degan gap, Tibetning ish bo'lmagan chaqda aholisining 4dan biri Tibet hukumatining atrofiga keldi degan gapda. Şoň bu nomzodlarning parlament a'zolarining va prezident nomzodlarining innovati ve ularning safarbarlik kuchi mi bularning saylamning innovatini oshiradigan va xalqni saylamga qatnashishga rag'batlantiradigan omillarning biri ekan. Yeni bir noktadan andın izchillik, yani izchil davomlashgan saylam maddiyati va bir qatimli bo'lmaydi bu saylamning ishi uchun. Amerikada tunji qatim prezident saylam bo'lgan vaqt 56 odam qatnashib kelgan prezident saylamiga. Aşağıda o'zaro saylab deganda Washington prezident bo'lsin deb. Fuqarolarning qo'liga bilet taqib qiladigan ish 4 yil o'tgan ekan, sal bir davlatning qanot qo'ydi degan bilet taqib, shu chaq 3 million odam bor Amerikaning ichidan 130 ming odam prezident saylamiga bilet tashlab ekan. Bunda hozir bir qism tashkilotlarning ichki jihat saylam ilib bir shaklda harakat davom qilishimi biraz yo'lliq chiqadi o zaman. Bu men devatgan gap bu 1700-yillar bo'layotgan gap Amerika mustaqillik qurishini oldi ekanlik gap ma. Ammo biz 2020 da yashayapmizda, internet davrida yashayapmiz biz. Ham hozir boshqa millatlarning saylanmasiga yiqqan pozitsiyasini ko'ramiz. Unda o'ncha 200 yil keyindan kelayotgan o'xshamdoq. Umidvor qarasak shunda qarab. Xayriyat. Amaliyot chunki biz yashayotgan davr tez uchun navbat biz pozitsiyamizni o'zgartirsak, burunqilar 200 yil, 100 yilda bosgan qadamni bir oy 2 oy bosib ketishimiz mumkin. Bu tamam o'zimizning siyosiy qizg'inligidagi, ya'ni har bir vatanparvar deyotgan Uyg'ur o'z ishidan 3 odam bilan 4 odam bilan birlashib, shuningdan birisini o'ziga vakil qilib, shuning ko'z qarashlarini qo'llab, bundan keyingi saylan masalalarida mayli qanday qilib tashkilot saylami bo'lsin, aktiv bilan siyosiy qatnashsa, qechib bulunga kirib olib, hech kimga aralashmay, yolg'iz yakigan yav odamdek yashab turib olib, munofiqlarga fursat berishning aksicha o'zining siyosiy rolini qancha ko'p odam qatnashib joriy qilsa, bizning siyosiy taqdirimizni shuncha baldirib qatnashish bo'ladi. Mana bu to'g'ri boshqa millatlarnikini toza nima qilolmadim, daralliq shvedlarning chiqib qoldi. 1948-yildan hozir qadar bo'lgan shu saylamga qatnashuvchilarniki umumiy nisbat ekan bir o'sishini ko'rdik, ya'ni yillarning o'sishiga ergishib Shvetsiyada saylamga qatnashgan odamlarning soni ko'payish bo'lib o'tibdi. Oldin yana bu debdi, bu kirma qanchalik tuvan kishilarning saylam postasi shuncha past bo'ladi deb, bu Shvetsiyaniki ekan hamda. Bu resmiy statistikada mi va? Davlat statistikasi ma. Men ostida olgan narsamni yozib qo'ydim. Amaliyotda zaten qo'shib qo'ymagan odamning boshqa ish to'g'risida g'am qilishi biraz ortiqdek tuyuladi. Ma jadvalning texnik to'liq nusxasini yashar bütün davlatlarning digidek bor.
Ama şu hazır rədd çıxırıb qoydum, idea degan şu tor bekatda bütün tafsilotı barkan. Bu yerda o madaniyat safhası yo kirim masalalarininki saylamga tutgan pozitsiyaga ko'rsatgan ta'sirini qildi. 48 taat hozir qadar. Ayni vaqtda 1 million odam qatnashgan bo'lsa, hozir manchi % bo'ldi deb. Ondan 20 ming dollardan tuvan kirim qilganlarning 48% saylamga ko'ngil bo'ladi ekan. Aylık nima yillik kirimi 470 ming dollardan yuqorisida kirim qilganlarning 78% siyosiy ko'ngil bo'ladi ekanda. Demak, Uyg'urlarning namoratligimi qo'saqdan boshqa ko'ngil bo'lmaydigan. Bir qancha lag'manga ko'ngil bo'lganchilik ko'ngil bo'lmaydiganmizda ba'zi saylanmasdan. Shuning bilan ba'zi bir fursatparastlarga, salohiyat yo'q ablahlarga fursat yaratib qolgan gapkan. Buni meningcha yana bizning tirishchanligimiz, programmamizni ko'rib o'tganlarning har biri siyosiy aktivlik odamlar deb qarayman. Chunki nurg'a odamlar olmuş programmamizni ko'rmaydigan. Mush programmani ko'rishning o'zi buningda azroq bir siyosiy qizg'inlikning borligini bildirdi. Mush programmani ko'rgan kundan boshlab o'zini bir siyosatga tava qilib, o'zini bir ovoz berish huquqini ishlatishni boshlasa, biz bugungi programmani ishlashda maqsadga yetgan bo'lamiz endi. İnşallah. Keyingi betga o'tdik. Har qaysi davlatlarniki fuqarolarning saylanib tutgan pozitsiyasini debdi. Belgiyaniki Yevropa Ittifoqi bir qadar yuqori ekan, 87%. Shvetsiyada 82% adam saylanib qatnashdi ekan. Janubiy Koreyada 76%, Avstraliyada 76%, hamda Angliyada 63% adam saylanib qatnashdi ekan. Demak, ash Angliyadami yana 30% adam, yana 12 million adam degan gap hamdi bu. Shu kimni boshliq bo'lsa bo'lmamda nima chatg'imda deb saylanib qatnashmay o'zining ishini qiladi degan gap. Demak, bu qo'sig'idan boshqa ko'ngilmaydigan odam har qanday millatda bor. Ammo nisbat 90%, 99% bu kasish chiqdi bu. Amaliyotda Angliyaning taqdirini ko'ryapmiz, mayada mush 63% odam belgilaydi Angliyada kimning bosh vazir bo'lishini, davlat siyosatini, qonunni, tashqi davlatlar bilan bo'lgan aloqasini mush 60% odam belgilaydigan gap. Qolganlar tomoshabin, qo'y qolganlar. Yoki o'zini rolini sal qaragan. Men nimaga ta'sir ko'rsatalaydim degan. Balkim u davlatda bor odamlarning maslahati o'xshamaydi-da. Ularning hayoti milliy mavjudlik unda bir kriz uchramagandan keyin balkim ularning saylan berish qatnashmasligi ular bilan ularning iqtisodiy manfaati va yoki mavjudlik haqida cho'ng bir ta'sir ko'rsatib ketishni atayin. Ammo mas o'ng tarafdagi davlatlar qarab boqaylik. Maliyada 37% odam, Senegalda 36%, Cote d'Ivoire'da 36%, Gabonda 34%, Misrda 28% odam, Gambiyada 19, Haitida 17%. Mallarning hammasi o'rtaq namorat davlatlar ma. Bir tarafdan kishilarning saylanga bo'lgan adolatiga bo'lgan ishonchi yo'q bu davlatlarda. Bir tarafdan kishilar masalalarni taqdirga havola qilib qo'yib, o'zining bir kishilik ovoz berish iqtidoridan, huquqidan yaxshi foydalanmagan masala bor. Agar saylovchilar demak 70% odam ko'chib chiqsa, maliyaning siyosiy hokimiyatini ag'dirib o'taydi ular. Qanday bir prezident bostira oladi 70% odamni? Bu yerda fuqarolarning siyosiy qatnashish aktivligi shu davlat fuqarolarining siyosiy uyg'unish qatnashishi bilan munosabat etgan yani. Nisbatga o'zimizni qo'yib boqalamda. Buningda numus qilarlik ba'zi bir natijalarni ko'rib qolamiz. Shunga Turkiyaninki saylan qatnash qizg'inlik saviyasi mush Shvetsiyaniki bilan 80% atrofida keladi ekan. Turkiyada 10 million odam saylan qatnashmoqlik hamda. Uchinchi cho'ng partiya saylan qatnashmoqlarning partiyasi deb qo'ygan-ku. So'ng Turkiya qachon gullandi deb bir savol so'rabdi-ki, Londondagi bir doktor va bu javob beribdi, qachonki shu Turkiyada har qaysi jamoatga a'zo bo'lganlar partiyaga a'zo bo'lishni boshlasa, shu chog'da partiya Turkiyaning siyosiy taqdiri o'zgardi. Amaliyotda avomning siyosiy havosi tarafidan belgilangan bo'lg'achqa davlatning siyosiy taqdiri bir millatda umumyuzlik holda g'oyaga berilib ketish, planga berilib ketish, ammo konkret tadbirga sal qarash avjib ketsa, u millat reallikni olib ketib, davlatni parakanda qilib qo'ygan demokratiyaning xato tarafi shu. Biz ba'zi davlatlarda bu narsani ko'ryapmiz. Yana tema qaysak, bu siyosiy qizg'inlikning bir millatning seviyesi bilan munosabat etganligini ko'ramiz. Masalan, Yevropa davlatlarida umuman siyosiy qatnash qizg'inligi yuqori. Saylanga nisbatan tutgan pozitsiyada saylan hemen belgilangan narsa bo'lmagan kim o kadar kayışning namoyishi degandek bir fikr var. Javob. Saylamda bizning kimni prezident qilishimiz, bizning siyosiy maydonimizni va bundan keyingi siyosiy faoliyatlarimizning saviyasini nisbatan belgilagan omil bu. Agar biz planliq, tadbirlik, aktiv xizmat qilgan odamni o'zimizga salya olsak, u odam keyingi ishlarimizni ratlay oladi. Agar biz plansiz quruq shuar gap qiladigan, reallikni tashlab qo'yib, bizning hissiyotimizni o'ynaydigan, naqshat ko'nglimizdan oldigan odamni saylab qo'ysak, u ish qilolmaydi-da u.
Şoň bu ameliyat özümizden takdirki mesuliyet hesaplandı. Her qandaq bir mayli teşkilatning, mayli joylardagi davlatlardagi tashkilotlarning raisini saylash masalasi bo'lsin veya bizda vatkan asas temimiz bo'lgan sürgün hükümetning saylan masalalari bo'lsin. Hamda albatta bu saylanmagan yilda bir qilgan narsa emas bu. Hozirdan boshlab tayyorlik qilsak, menimcha har bir Uyg'ur tashkillanishini elimi kichiktoq endi kichiksak bo'lmaydi-ku. Bizning ya bir saylanlik ya ikki saylanlik ömrümüz qoldi. Shuning bilan bu millatning davosini ya qilib bo'ladi ya bo'lmaydi. Sistemimiz zaten dünya sistemimiz kun siri yanılayotgan, bulayotgan lekin hech ish bo'lgan bo'lmaydi haqiqatan. Amaliyotda bu siyosiy qizg'inlik har birimizning siyosiy mas'uliyati bu. Biz qo'limizdan kelgan darajada o'zimizning siyosiy maydonini ifodalashimiz, qo'ldan kelishicha bir xiyim xatarga tavakkul qilishimiz, birlashishning muhimligini, tashkillanishning muhimligini hech qachon rad qilmay, o'rtaq bir siyosiy plan ustida harakat qilishga odatlanishimiz kerak. Keyingi bosqich o'tilib munosabatlarninki prezident nomzodlari haqida. Bu rasm mening bu qatimliq bosh ministr saylam nomzodi o'zini xizmatga odamlar. Bunun için Taşivang'da tünügün çekinden mende bayanat elan qıptı. Taşı Topkal bayatın on tarafdaki mahalledeki başlaş kirdi degan. Bu şu Hindistan'dan Tibet kızlarını terbiyelep, sesralık boyunca Kanada, Avustralya'ya mağduğan şu mağarip bir türünün yürgüzgüçken, özünün bir import eksport şirketi varken. Hem de umum yüzlük etken vakti manda bağlısak buldum, mandat koydum. Bir taraftan üstüdekiler Dalai Lama'nın adamları vekillik kıldı. Dalai Lama'nın etrafındakilerge ve Dalansaray hükümetinin adamları vekillik kıldı. Ama astıdakiler başka güçlerge vekillik kıldı, halk vekillik kıldı, ana bu güçlerge simolulu denildi. Ama o bunun içine hazır dini rehber olan Yoshi Ponchok degan adam bilan Dongchong degan bu ikkisi septin qilib qoldi. Hozir asosig'i Giyari Dolma bilan Lopsan yonidagi mush ikkisi qilib qoldi hozir. O'ng taraf, ust taraf tashkilotlarni saylam raqobini tanlashyapti. Bu ishlarni saylam raqobidagi farq nuqtasidan ayol deydi Dalai Lama'ning rolini texnik muayyanlashtirish kerak hukumatda. Dalai Lama bo'lmasa bizning bundan keyingi ishlarimizda yaxshi tanlashtirish kerak. Men bilan asosiy diqqatni Hindistondagi Tibet'teki tartışmamız gerek. Çetellik Tibetler bizden meselemizin tüpilçisi bulanmaydı o. Dep karavatkan bir ayal hem de. Lopsan yanındaki asas teşabbüsü bu Dalai Lama'nın Amerika'daki vekili jillarının yapıcı. Hem de bu bizim Xitay'la bulduğun siyasi hükümetin yeni küçültüşümüz gerek. Dalai Lama'nın rolü hazır nait muhabbet yaxşı tanışıldı. Dalai Lama'nın rolünü emez biz nüfuzunu tekitişimiz gerek. Onu emeli bir işe arlaştırma yanılı devamlı. Onunki ta'sir doirasidan foydalanishimiz kerak deyapti. Bundan bo'lgan chog'da endi Dalai Lama simvollik odamga aylanishimiz kerak degan gap. Bu Dalai Lamaning o'zining fikri bo'lishi mumkin bo'chu. Dalai Lama o'zining o'lib ketgandan keyingi Tibetda duch keladigan siyosiy oqibatga tayyorlik ko'rish uchun o'z bo'lmasimi normal mang'ilgan bir demokrat qulimni barpo qilish kuchida. Bizning rahbarlarimizni o'rganishga tegishli bir masala shu. 90 yoqi Dalai Lamaning qilayotgan siyosiy faoliyatiga qarasak özü mevcut olmasını mağalaydıgan bir Tibet sürgün hükümetinin barlıq keltiriş için nahit köp ecir kıldı endi bu. Bu biz ögündiğen bir mesele dep qardık ve başka teşkilatlarımız bunun bir ilan ediş gerek. Endi hazır şaraitimi diyarı olma birden bir ayol namzat belgilemesiga qardım, yanıdan çıkan belgileme ya burundan ben okudum. Namzatlarının içinde çokum bir ayol namzat buluş gerekken de bulanın. Bu belki dünyada hazır beraberliğe demokratiya düşüncesi de ayollarına tan itibar veriş teklif atkan bu anın ortaya çıkan buluş mümkün. Bayatın bu örtüşlük ahlak bu meselini dep öttük. Bula özra raqabat güçte, özra planlarını oturup koydu, toxtumay maqallarını elan qılıp atını ve Tibet Journal degan bekatda. Her birisi özünün bekitini elan qıldı. Özünün otur bekitide, özünün tashabbusini oturup qılıvatına ait haşamatlik rasmlar bilen xuddi mustaqil davlat va odamlarni prezident nomzodlariga o'xshash, men prezident bo'lsam aniq qilib, ma'ni qilingan siyosatlarni tafsil tushuntirib, o'zining atrofidagi odamlarni tushuntirib, ma odamni maosh qo'yman, ma odamni maosh qo'yman, buning marda ortiqchilik bor deb ularni ham so'zlitib, planlarni o'tirib qo'yib, xalqning ra'yini o'tish uchun tirishchilik ko'rsatyapti. Ammo ko'pincha sabtashlar, masalan, Giyari Dolmami yoshlar qurultiyidan chiqqan, Lopsan yanındagi yoshlar qurultiyidan chiqqan, birisi iqtisod ministri bo'lgan vaqtda, birisi adliya ministri bo'lib xizmat qilgan odamlarda hozir bu ishga qattiq raqobat kuchib ketdi. Bir-birinin yolunu karolmayıp, özünün yolunu devatırçı. Özünün yolunu mu deyip bulamam. Benim yolum var. Bu kız için karşı tarafınınki Eyüp'ün götürüp çıkılan açları yok mu ki? Ya o peskeşlikçi o. Ameliyat kılanınki kalmam mı ki? Onun vakti yok mu ki ya? Ya. Şu aslında yol mavu deyiş gerek. Yol bulmaydı deydiği adam yol mavu deyiş gerek. Biz aldığım katımda çıktık. Ben tekrar her katımı sözlüğende deyime.
Çoşqa haram degandikin qo'y halol billi keladi chu kayindi. Xudoyim birini haram qilib to'rtni halol qilib sanab berdi-ku. Ma sening yo'ling xato desa, endi to'g'ri yo'l mavu deyish kerak. Qo'yganli plan hammani xato deb turib olsang, sen nima ish qilmoqchi o'yg'ini burunqidek chechilang'o, burunqidek bayrona hozir qolatni davomlashtirib vatan xanaga aylanib ketsin demoqchiman. Siz ya o'zing bir planni o'tirib qo'y, yoki bizning planga kel. Bu dunyoning qoidasi bu-chu. Ama keyingi betlarga o'tsak bo'ldi endi bu hayotning saylamniki. Ma 2016 saylamidan ba'zi bir demokratik ulgularni ko'ra olamiz. Birinchi qatimli saylamda tushgan nomzod Malukarjam Tibetda uzun mezgil turmada yotgan Tibet shoiri. Abdurim Tashqi yomon o'xshatma buning gap qilish uslubidan tortib. Bu bir kuchli siyosiy aktivist, odam tashkillashga mayr she'rlardan bir nechasini ingliz tarjima qilib qarab baxsam Abdurim Parashga o'xshash yozdi ekan uslubi-chu. Buni 5% adam qo'llabdi. Ammo bu Tibet parlamentida o'rni bor buningki. Ayni vaqtda bu shu National Tibet bayodidiku parlamentga kirammagan odamlarning biri deb. Parlament kirammagan bilan bolalar manda bir gap qilma siyosiylar pressur ko'rata qo'ymiz Xitoycha yali jitvan deydi-chu. O'z hukumatning ichi kirammagan bilan hukumat besmi ishiltib, hukumatning siyosatini tanglashga turtki bo'lgan bir guruh bo'ladi hukumatning sirtib turib. Amaliyotda hukumatning kam bo'z bo'lmaydigan bir funksiyasi. Hesabda o'qitishga o'xshab ketganda, masalan parlamentning ichida hozir parlamentning ichida bo'ladi o'qitish partiyaning o'rni masalan Amerikada qarasangiz Demokrat partiyasi bor lekin bu yerda sirtida turib qilinadigan. Mala kirammaganlar, ovoz yetmaganlarda parlamentga kirganga malning erishgan bilet yetmay qoldi degan gap. Ma ikkisi amaliyotda parlament a'zosi bo'la oladi, lekin bu parlament a'zosi bo'lishni voz kechibdi. Buni ko'rsatgan sababiga qarasam, bu yerda adolat yo'q. Bu yerda huquqni kontrol qilib oldi lalamachilar. Ular burunmi Shizangni Xitoyga tashlab kelganlar shularni, mush taqdirimizga mas'ul urayotganlarmi mushular. Shunga bularningki hozir bunday huquqni kontrol qilayotgan ishi bilan Tibetda avaz bir boshqa chiqmaydi deb yomonlash prosesi turibdi. Ammo buning nihoyat qiziqarli Twitterga agash kuchisi qatorliq jihatlarda Lokarjam nolda ko'rinadi. Ammo buning she'rlarining tarqalishi, buning ishlagan she'rlarga ishlangan naqshlarning tarqalishi qator qolsin millionlagan odam qitim ko'raylik yani. Yani buning jamiyatga ta'siri bor siyosatda o'rni bo'lmagan bilan-chu. Endi yana ma Toshivangda hozir ma partiya nomzodligidan chekinib turdik-ku. 1800 odamning ovoziga erishgan. Malaninki erishgan ovozga qarasak, bir qatimlik ovozda, tunji qatimlik ovozda 51% yuqori ovozga erishgan odam bo'lmagan ekan, ikkinchi qatimlik saylamda Lobsang Sangay bilan Pepsa Trezan yuqori ovozga erishgan odam ikkinchi qatimlik saylamda tushib, Lobsang Sangay 57%, Pepsa Trezan 41% ovoz bilan bu saylam oxirlashibdi-da. Eng ostiga tushsak bo'ladi, eng ostida saylam natijasi bormi? Ma biz havas qiladigan demokratik qurilma mavjud. Bu yerdagi ovoz beruvchilarning soni qarayli ayni vaqtda 60 mingga yaqin odam ovoz berishga qatnashib 59 necha ming 2015 son. Endi maqatim texim baq qizibdi bu son 80 mingga chiqibdi. Yana da tizimlatganlar ko'payayotgan bo'lishi mumkin. Saylam rasmiy boshlamada yangidan ko'payayotgandir. Masalan, Kanadada qarasak 1800 odam tizim tutdi, lekin Kanadada 8,5 ming Tibet bor bizning bilishimizda. Dalil Alamanning o'zida shu prezident bosh ministerligiga bevosita xat yozib, o'z do'stlik o'rnatib turib, shaxsiy 2 ming odam yo'tkab olgan. Ular to'plam yerda Tibet markazi degan yerda o'ltirdi Kanadada, Torontoda. Bu to'g'riliq Little Tibet deb nimadan izdisa Wikipediada tafsiliy materiallar chiqib katta o'rta maktablardan tortib barcha bularni Tibetcha dars o'tadigan chiqimini hukumat qilib bergan. Endi ostidagi saylamning natijasini ko'rsak, biz havas qildik bir xuddi bir mustaqil davlat va odamlarga o'xshash bir qurilma ko'ramiz. Hukumatga mana bu-chu. Nurg'a odamlar hukumatning zamini yo'q edi. Zaminning bo'lish bo'lmasligi mumkin emas. Tibetlarning zamini yo'q masalan. Sanmal nima jumhuriyatida bir jumhuriyat bor, ma u Chavandozlar polki deydigan. Malta Chavandoz polki degan bir jumhuriyat bor, 300 ming fuqarosi bor. Zamini yo'q. Bular shu qadimgi zamondagi 11-12 asrdagi retsarlarningki an'anasiga varis qilamiz deb qaraydi. Hristiyan diniy an'anasiga asosan qurilgan bir davlat. Bizning ishxonamiz mushi deb maqatim Italiyaga berib ko'rishib kelatsak, hukumat ishxonasini taqab qo'yib komandirga ko'chib ketdi. Ijaraga olgan bir uy bor ekan. Ishxonasini oldiga berib rasmiy tushib qaytib keldi. Bir tal ijaraga ishxona bor ekan. Malta Chavandozlar polki degan jumhuriyatning, ammo 380 ming odam saylam o'tkazib, 99% odam saylam qatnashib, o'zining rahbarini saylayotdi. Bu ro'yi omil bir davlatning bo'lishi uchun avval. Biz navbat o'zimizni bir ayrim siyosiy kimlik Xitoyga qarshi turayotgan bir siyosiy to'plum deb qarasak, biz bu bir siyosiy to'plumning
rəhbər saylash masalasiga, kuchni birlikka keltirish masalasiga bir sog'lom sistema o'rnatishni hamma faoliyatimizning tub markazi qilishimiz kerak bo'ladi. Sistema o'rnatilgan vaqtda ondan bizning boshqa masalalarimiz bir-birlab izg'a tushishi mumkin. Şuna xalqimiz bu yerda yana shu ayib xalqimizni qo'yishga to'g'ri keladi. Vatanparvarlar siyosiy sap tutmaganlikdan siyosiy sap sotqinlarning qo'liga mo'nt bo'lib qoladigan xatar yuz berishi mumkin. Bu ahvol agar davomlashsa, Uyg'ur millatini xatarli oqibat kutib turadi. Uyg'urlardan texnik ko'p odam o'zining mustaqillik orzusini ifodalashi, muayyan bir siyosiy sap sabab bo'lib, hech bo'lmasa bir tal ovoz berish huquqini, bir tal saylan beltini to'g'ri o'ringa sarf qilishni o'rganish kerak bo'lgan boshlar. En akıdı matibet Xalq Kongresininki, Lukar Jamlan Partiyasının hazırғы yanıdan bir nəhayət cəngvar bir başlıq var bularning Amerikada. Toxtmay Tibet məsələləri haqqında xalqara fikir qanlığını yazgan maqallarını görüp turvatımız. Bu Nasional Kongres tapqırıqə müstəqillik tərəfdarları hamda. Bu gerçi parlament uralanmagan bilan boya degandek Tibet xalqiga to'g'ri bir siyosiy yo'lni ko'rsatishda o'zining tegishli rolini joriy qildirib kelyapti. Bugünkü leksiyamiz mushunchalik bo'lsin, savol javoblar olsa tushsak. Bugun misha qadar bo'lsin. Ko'p rahmat Najmiddin afandan. Rahmat.